Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrlik Fidoylar ekranning oldidagi qarindoshlar, hammanglarniki mushu vaqti va bundan keyingi vaqt xayrli bo'lsin. Har doim xayrli bo'lsin. Bugun biz Qur'ondan nazar programmamizningki 86 qismiga keldik, alhamdulillah. Buningda oldingi bir qancha bo'limda monopol qilingan islomning ba'zi tarmoq temalar to'g'riliq so'zlab o'tgan. Bugun Londondagi Kerim Zohir ustozni monopol qilingan ibodat degan o'sha temaga Qur'ondan nazar selib muzokara bizga bir suhbat qilib berishini talab qilamiz. Assalomu alaykum, qanday ahvollar, yaxshimi? Abdudulmi? Aleyküm selam ve rahmetullah. Kanda kavalar rahmetullah. Xudoga shukr, alhamdulillah, hamma ishlar joyida. Bugun hamda shu Qur'ondan nazarninki 86 qismiga kelibdimiz, alhamdulillah. Nurg'un odamlar yaxshi anglayotganligini, shu xil programmninki davomlashi to'g'riliq talab fikrlar bo'ldi. Davomlashtiramiz inshaalloh. Bugungi monopol qilingan ibodat to'g'riliq bu programmada hamda biz qisqacha kirish so'zini o'qib o'tay. Qur'onga iymon keltirib turib, Qur'onning sirtidan manba izlagan va Qur'onda yo'q amallarni Alloh va Rasulining nomidan o'ydirib, din deb singdirsa, surishti qilmasdan, izlanmasdan, Qur'on bilan selishtirmasdan bo'ysunganlar samiga Qur'ondan nazar programmaning monopol qilingan ibodat degan 86 qismda turibmiz. Ustoz, qani bizga bu to'g'riliq so'zlab bersizlar. Nima uchun monopol qilingan ibodat bo'ladi demdi? Assalamu aleyküm. Dünyanın karşı yaydır hürmetli qarindoshlar. Hammanglarniki her vaqt xayrlik bo'lsin. Biz endi agar buni bir eg'iz gap bilan xulosaga shu bo'lsa, islomniki, iymonning, shariatning butun o'zi narsalari tamamen o'zi monopol qilingan, shariat bo'lmagan, islom bo'lmagan, iymon bo'lmagan narsalar bilan monopol qilingan. Buna hammasini bir-birlab so'zlasakmi yetarli bo'ladi, ammo xulos shu bir eg'iz yoki bir jumla so'z bilan uni xuloslagan vaqtida islomdagi har tarafi, har narsasi islom bo'lmagan narsalar bilan, ya'ni Qur'ondagi butun narsalar Qur'on bo'lmagan, Qur'onning sirtidagi narsalar bilan monopol qilingan. Biz shuniki hammasini o'zi to'liq bir aytib bir narsa deb olmayapmiz. Shunday bo'lsa-mu, uniki bir qism yerlarning o'zini deyish orqali boshqa yerlarning o'zini qarindoshlarimizniki o'zi ko'rish orqali monopol qilinganligini his qila oladi degan maqsadda biz buni monopol qilingan islom degan shunday bir qancha mavzuni o'zini biz o'tirib qo'yapmiz. Qolganini agar Qur'onni o'qib, lekin hozirgi an'anaviy islomni ko'rib chiqqan vaqtida qanchalik yerning o'zi har bir ibodat, har bir o'zi ahkom sohasidagi, har bir e'tiqod sohasidagi hamma narsaning o'zini selishtirib chiqqan vaqtda Qur'onga, o Qur'onga to'g'ri kelmaydigan yerlar qanchalikka uni o'zini aql egallari bo'lgan insonlar bila oladi. Shuningdilla biz o'zi monopol qilingan taraflarni bila olamiz. Yani bu ibadet sohasidagi ishlar nihoyatda muhim, yani Qur'onning hamma yeri muhim, ammo ibodat bizda nihoyatda qattiq avjagan, butun islom ummatining hammasida qattiq avjagan bir narsa. Uning uchun bu ibodatning o'zini ayrim bir tema qilib to'xtalishga to'g'ri keldi. Shuning uchun bu yerda monopol qilingan ibodat deb o'zi bir suhbat o'tkazishni muvaffaq ko'rdik. Bismillahirrahmanirrahim. İbadet sahasında Allah Teala Kur'an-ı Zariyat Suresi'ndeki 56. ayetinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyen şu ayet ölen hulaslaydı. Yani insan böyle cinni bana itaat kılışı için yarattım deydi.
Yani bu yerda abdi keliməsinin özünə nurgun insanlar qulchilik qilish yoki bo'lmaydi namoz o'qish, ro'za tutishqa o'zi band qilib yoki haj qilish shunday narsalarga band qilib boshqa o'zi Alloh taolodagi amr farmonlariga itoat qilishni ibodat qatorida hisoblamaydigan bundaq o'zi holat shakllanib kelgan. Uning uchun bu yerda bu sohada biroz to'xtalamiz. Qur'ondan bo'lmagan, ya'ni asosan bayatda deyotgan gapim shu. Qur'ondan bo'lmagan, masalan, Qur'onning ichida yo'q rivoyatlar bilan arabga nisbat arabniki o'zi qahramonlar u ham bu yoqlarga o'zi nisbat berilgan rivoyatlar deymiz, hikoyalar deymiz, cho'chaklar deymiz, ashundaq narsalar bilan Qur'onning to'pisini yepib, Qur'ondan bo'lmagan narsalar bilan Qur'onni monopol qilib olish, ya'ni kontrol qilib olishda shundaq ishlar bo'lgan. Tarixdan bu yana. Yana o'z bizga yetgan islomning o'zi nima degan vaqtda aslo Qur'ondagi islom yetmagan bizga. Uning ismi, masalan, Qur'ondagi namoz, salat kelimasiniki, Ramazon kelimasi yoda yozilgan bo'lsa-mu millatga namozning aynan o'zi, Qur'onda qancha rakat namoz o'qish va qancha vaqt namoz o'qish va degan narsalar aslo Qur'on qarab ijro qilinmagan. Hozir shu dunyodagi 2 milliard atrofidagi musulmonlarniki hammasini namoz Qur'onda qancha rakatga desa 99.99 Qur'onda o'zi qancha rakat namoz, ya'ni har vaqt namozni qancha rakat o'qiyotganimiz javob bera olmaydi. Ya'ni uni arablarniki shu fiqh degan kitob orqali javob berdi shu mo'llinlar texi. Yani daim o'qib kelgan masalan bomdatni 2 rakat, 5 4 rakat o'qamiz, ashbat javob berdi. Ammo Qur'onda bu har vaqt namoz mancha rakat deb yozilgan degan to'g'riliq javob bergan insonlar yo'q. Hamda Qur'on qarab namoz o'qiydigan odam yo'q. Ya'ni Qur'ondagi butun ibodatlarning o'zini hammasini nimqan degan vaqtda ismini ep qilib, uniki jismini arabning hikoyasi bilan pardozlab, shu arabniki o'zi nimasi bilan o'zi burunqi o'qib kelgan ibodat deb atilib kelgan shu narsalar bilan amalga oshirib kelgan. Shunaqki monopol qilingan degan vaqtda nima monopol qilingan degan o'z savol tushdi. Monopol qilish, islomni monopol qilishning o'zi, islom deganning o'zi Qur'onning ichidagi nimalarni shu sistemamdi. Shuning o'zi islom, uning o'zini tamamen Qur'onning teshidagi, Qur'onga yaqin kelmaydigan shunday hikoyalar bilan monopol qilgan yana. Monopol qilgan narsa Qur'onning sirtidagi narsalar. Bu. Qur'onga asosan ibodat 2 turli o'zi bayon qilinadi. İbadet kelimesi Kur'an'da 2 türlük o'rinda 2 türlük ne kılındı? Birincisi İslam. Yani İslam'daki ibadet. İslam'da namaz okuş, roza tutuş İslam'daki şartları emas. O imanın şartları. Onun için İslam'da kelgen, İslam'ın içinde kelgen ibadet kelimesi ne buldu diye vaqtda itaat qilish, boysunuş, Allah Teala'nın buyruklarını, Kur'an'daki buyruklarını icra qilishdan ibaret, şununla doğru geldi. Şunun için İslam sahasideki misal وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyendeki müşerik abdi kelimesinin özümü neymi dediği vaxtda itaat qilish. Allah Teala'nın buyruklarını doğru icra qilishga itaat qilish. Yani Kur'an'da qandaq köstülgen bolsa şu şekilde icra qilishga itaat qilish. Bu yerdeki özü abdi kelimesiniki tercümesi o hesaplandı. Yani bu yerde bana kulçuluk qilish üçün yarattım deb tercüm qilish xata hesaplandı. Yani Kur'an'da asla öz Allah'ın kulları degen tercüm qilish abdi kelimesine doğru gelmeydi. Hem çok hatalık. Çünkü insanlar Allah'ın kulu emas. Kul degende başka bir yerden setip aldığan bir narsa. Allah Teala insanı başka bir yerden setip algan bir narsa emas. Özü yaratkan. Xuddi kainatning hammasi Allah Teala yaratganga o'xshashla insonning Allah Teala yaratgan. Onun için kainatning hammasi mening mulkim deydi. Mulkim deganning o'zi ularni o narsalarning egisi men degan. Xuddi shunga o'xshashla insonmi nima degan vaqtida
inson bu Alloh taoloning mulki. U aslo uniki qul emas. Ya'ni u ikki xil tarafdan tushmaydi bu yerda. Birinchisi boshqa yerdan setib olgan emas, ikkinchisi qul deganni setib olgan odam bilan iqtidor jihatda o'xshash bo'lsa, uni setib olsa, setib olinguchi qul deb qul hisoblanadi. Masalan, men bir odamni setib olsam, u odam mening qulim bo'ladi. Ammo men bir eshakni setib olsam, eshakning iqtidori menga o'xshash bo'lmaganligi u mening qulim bo'lmaydi. U eshakni eshikka u Abdukarim Axunning quli deb hisoblanmaydi. Abdukarim Axunning mulki deydi. Shuning asoslangan vaqtida inson Alloh taolo aslo o'zi iqtidor jihatda o'xshash narsa emas, jins jihatda o'xshash narsa emas. Unda bo'lgandan keyin u aslo Alloh taoloning quli bo'lolmaydi. Qul bo'lish o'zi salohiyatiga to'shmaymiz. Onun uchun biz butun koinotdagi narsalarning hammasi, dal-daraxt deymiz, hayvonotlar deymiz, tosh, daryolar hammasi Alloh taoloniki, planetlar hammasi Alloh taoloniki mulki bo'lganga o'xshash. Shuning ichidagi o'zi Alloh yaratgan bir maxluq, ya'ni Alloh taoloning mulki hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda abdi kelimasining o'zini tarjima qilgan vaqtida nurg'u yerida Allohning mulki degan shaklda masalan ayndaq kelgan vaqtida tarjima qilmasdan Allohning qullari deb tarjima qilishniki cho'ng o'zi insonlarga, ya'ni bo'libmi musulmonlarga cho'ng bir zina bo'lgan. U nima degan vaqtda musulmonlikning ruhiga qulluqni singdirish bu yerdagi narsa. Qulluq ideologiyasini singdirish orqali qulluqqa qarshi turmaydigan, qulluqning o'zini o'ziga muvofiq bir narsa, u bundaq muvofiq bir narsa qilib hisoblaydigan, bundaq bir shakl, bundaq bir narsa bo'lib qolgan. Shuning uchun bu arablar davomli arab bo'lmagan millatlarning o'zini arablarning qullari deb hisoblagan o'z vaqtida. Masalan, bu Hidoya degan, Hidoya Sharvoqay degan kitobning o'zida mavali degan maxsus bir mavzu, bir bobba. U mavali degan nima o'zi qullar degan gap. Yani Arap bo'lmagan millatni arablarning hammasi qul deb hisoblaydi shu vaqtning o'zida. Masalan, arab tuproqlarida o'z vaqtida mamluk degan o'zi mamluklar degan bir davlat qurilgan. Mamluk davlati degan davlat qurilgan. U nima desa, qullar davlati degan bo'ldi. Shu vaqtda arablar qattiq ezgandan keyin hech bir zaman bir arab bo'lmagan bir insonning o'zi arabga o'xshash bo'lolmaydigan, o Arap'tan o'zi qiz ololmaydigan, Arab ammo boshqa millatning qizini xohlagancha ola oladigan, xohlagancha dafsani qila oladigan shunday holatning o'zini shakllantirgan. U vaqt nima bo'lgan degan vaqtda insonlar Allohniki bandalar bo'lmasdan Arabning quli shakllangan. Chunki u shu vaqtdagi islom Qur'onga asoslangan islom bo'lmasdan Arabniki hikoyasiga asoslangan islom bo'lg'achqa insonlarning hammasi Arabning quli bo'lib qolgan. Shuning uchun u yerda Arablar har qanday sharoit ostida boshqa o'zi millatdan bo'lgan hatto podshoning o'zini qul deb hisoblagan. Masalan, Osmonlining zamonida Yavuz Sulton Selim shu Makka Madinani nima ishg'ol qilgan vaqtida Xodimul Haramayn degan unvonni olgan. Xodimul Haramayn deganni o'zi ichki haramniki xizmatchisi degan gap bo'ldi. Aslo u yerning podshosi degan unvonni ololmagan. Aşının yüzüla başka millet asla padişah olamaydigan, padişah buluş başka millet ki asla öz layık emas deydigan mundaq özü nimalqi ang yoki tushuncha paydo bo'lib qolgan. Shuning uchun bu yerda nima desa, Arab bo'lsa uni sulton, padişah deb shundoq atagan, ammo qolganlar degan vaqtida o'ziniki tuproqlarda uni padişah desa, Arab tuproqlarida xodim, xizmatchi, chaka qatorida hisoblash shundoq o'zi avjab ketgan. Onun için bu yerdeki abdi kelimesinin özünü Kur'an'daki kul deb tercim kılış eğer özü hatalık hem Müslümanlıktaki ideolojisiga kulluk ideolojisini sındırış arkalık kullukka karşı durmaydigan, erkinlikka qarta hareket qilmaydigan mundaq bir holatni shakllantirib qo'ygan. Masalan, hozir bizniki nihoyatda o'zini taqvo hisoblaydigan, mujohid hisoblaydigan shu qarindoshlarimizning o'zi cihatның özünü ibadet deb hisoblaydi. Cihat ibadet emas, emel bu. İbadet bilen emelning özünü faqat amag'da darjib qolgan. Uningdan u cihatning özünü Arablarning foydasiga, Arab tuproqlarida qilsa savob bo'ladigan, o'z tuproqlarining o'zini ozod qilish uchun, o'z xalqini ozodlikka erishtirish uchun qilsa, u unchalar savob bo'lmaydigan. Bundaq bir o'zi ong paydo bo'lib qolgan. Mana bu bizniki
Özü bu İslamdaki şu ibadet sahasındaki düşünceleri nayet özü eğir burmulaş aslı olgan. Peygamber Aleyhisselam zamanında hiçbir insan, karı olsun, ah olsun, Arap olsun ya ki başka millet olsun, hiç kandak bir insan, yani bir insanın töven ya ki artık emez, hemiz okşaş halette, hukuk cihette hemiz okşaş ayında hesaplandıgan halet şekillengen. Kur'an'da aşında buyurganlık için. Keyinki devirlerde Umayye Abbasiye sualısındaki zamanlarda bütünle özü başka millet boğalarının hemmesini o özünün kulları aletde aşında İsa olaydıgan adet şekillenip ketken. Onun için Kur'an-ı Kerim'in içindeki abdi kelimelerinin hemmesi asasen nurgu yerlerde kul dep tercim kılıklık. Allah kulçuluk kılış. Ya kulçuluk kılış diyenge okşaş. Allah bu mısır da onun kulçuluk kılış diyenge okşaş. Ayında ibadet neyme? Ayında tercümelerini kılan. Tercüme kılış arkalık insanlardaki yanında özünün bir kul ikenligini his kıldırış şekillengen. Onun için bu yerdeki en çok hatalık neymi degan vaqtida o kelimeni asla özü kul deb tercim qilish bo'lmaydi. Yani insan, yani bir insan, yani bir insanniki yoki Allah'ınki kul emas, asla kul emas, kul bo'lamaydi. Allah kul bo'lishga loyiq emas, chunki o Allah o insan arasida nurg'un farqi bor. İnsanlarning arasida ko'rgan vaqtda hammasi o'xshash inson bo'lganligi uchun bir inson, yani bir insonniki kul bo'lmaydi. Shuning uchun bu Qur'onning o'zimi يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الله نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله degan oyatning o'zimi bir-birimizni ustun ko'maydigan, yani birisimiz yani birisimizni ustun deydigan bundaq holat shakllanmagidek darajada kengchilik nima shakllanmaydigan usulda bir-birimizni birlashish, birga kelish degan o'zi maqsadda bu oyatning o'zini Alloh taolo ayndaq tushirgan. Demak bu yerda Yahudisi olsun, Nasarası olsun, Arap olsun, Türk olsun, ya Paris olsun, ah olsun, qara olsun, qandaq millet buluştuğu qat'i nazar o insanlık noktasının hemmisinin okşaş ekanligini, hiçbir zaman yan birisinin özü yuqori yoki töven emasligini, o dini itiqadi, yani o'zi iman itiqadning o'zi hammasi o'zining shaxsiy ish ekanligi, adolat oldida, qonun oldida hammasiniki barobar ekanligini Qur'oni Karim mana shu yerda bayon qildi misol. Qur'oni Karimdagi shu bizniki davlatchilik degan mavzuda andiki islom sohasida to'xtalgan vaqtda buningda biroz keng to'xtaldik. Mana shu qarasanglar shuning o'zida hammasida bu narsa aniq bayon qilingan. Shuning uchun bu yerdagi ibodat kelimasi kelgan vaqtda ibodat deganning o'zi nima ekanligini, aslo o'zi u ibodat insonniki inson qul bo'lishdan iborat bir narsa emas ekanligini o'zini bilib olishimiz nihoyat muhim. Buni burungi zamonlarda shu arablik sulolalari zamonida boshqa millatlarni o'ziniki chaqir qilib ishirtish uchun shu yerda o'zi shunday narsalarni o'ydigan, undan keyin o'ziniki nurg'un o'zi alohidliklarning o'zini insonlarga to'nishtirish orqali masalan ta'limul arabiyyati va alimuhan nasi fa innahu lisanullohi azza va jalla yawmal qiyamah degan rivoyatlar bor. Siz arabcha o'rganinglar, boshqalarga o'rgatinglar. Chunki o qiyomat kuni Allah so'zlaydigan tili, Allah Arabning tili. Demak, Arab Allah degan bo'ldi shu vaqtda endi. Demak, bu yerda ashunday sharialash orqali arablar o'zini shu vaqtda shu rivoyatlar orqali butun dunyodagi insonlarni ustib turadigan, u insonlar arablik cho'qinsi bo'ladigan, arablarning ilohisi bo'ladigan holat shakllangan. Uning uchun o'zining madaniyati bo'lsin, urf-odatlari bo'lsin, yeb ichadigan narsalari bo'lsin, hammasini boshqa millatlarnikiga nisbatan ulug' ko'rsatgan. Masalan, xo'mi deymiz, zamzam deymiz, hech qanday alohidalik yo'q. U zamzamning o'zimi bizniki shayoniki zaytunidan hech qanday farqi yo'q. Shundoq bir lavuz bir suv, ashni o'zini akilib qo'yadi nima deydi desa, alomat o'z ulug' suv deb hisoblaydi. Ammo payg'ambar alayhissalom hech bir zaman Makkadan Madinaga ketgan chog'da men zamzam ichsam bo'lmaydi. O alamet suti, bak ulukti, aşna ekberen diyen bir tal yer yok. Hemmesi onu Allah yaratkan, ama Arap'nın tupuruğu tutup kalan su, bu alaydı su. Ben hazır Ramazan kilovatıdı. Ramazan'da benim hoş Angliyanın özde 1 litre aşı zemzemler yazılgan, o rast zemzem mi onu Xuda öz bildi. Aşın Türkler ekilip 1 litrini 5 sterlindim. Yani Türkiye'nin polisi kança oluşu 45 koydun hesaplısak, demek ki 225 koydun, Türkiye'nin polisinde 1 litre zemzem satıdı.
Bunu müşerik ahmak Müslümanlar onu elip aşının özüne bazarını kıp verdi emdi. Unutulmuş Angliyanın özünün suyu şundak yaxşı. Tatlıq şundak sular. Ama aşının özü zemzemde bezilip kalganlığı için aşı içse, ittadı aşını içse nahayeti yaxşı. Savap bolduğanlığı, andakin bu Arap'ın homulları özü öcep getidi. O homu ölen ittihak kılış sünnetmiş emdi. Bundak ahmak olandı mesela. Yani kulçuluk diyen şu. O kim kulçuluk vardı diye vaxtda bazarı yok özü Arap'nınki eski homullarının özünü kapqarı, peygamberin homusu deyip hiç kim yemeydiğen bir homunun özüne ekilip Peygamber Aleyhisselam'ın markıp onu çaplap, onu bazarını çıkarıp milletlerine satıdı. Peygamber Aleyhisselam xuddi şu 60 net yaş kirgeçilik aşınından baş homunu yemegendek ondak özü admakmak kıldığın gibi. Demek bu yerdeki neyse ne mi diye vaxtda insanlığını benim hoşunda kuruk hikayeler ölen monopol kılış, kontrol kılıveriş arkalık onu özü kul kılıp işirtiş. Yani Araplar şu vaxtda özü kul kılıp işirtiş. Yani hazırki İslam'ı onu da hiç farklanmaydı. Mesela namaz ne? Mekke'de okuyan 100 bin rekat namaz okuyan 2 rekat namaz okusa 100 bin rekat namazın sevabı oldu. Medine'de Mescid-i Nebevi'de 2 rekat namaz okusa 10 bin rekat namazın sevabı oldu. Beytül Mukaddes'te 2 rekat namaz okusa 1000 rekat namazın sevabı oldu diye kuruk hikayeni tokuş arkalık özünün topraklarındaki ne kadar uluk ekanliginin özüne insanlığa göz tutuşu arkalık insanların aşağı hizmet kıldırış. Yani insanlar aşağıda 2 rekat namaz okusan bek sevap olur deyip moşundaki Ramzanlarda andık elki hacı kılı yani hacı ömür hacı kılımız deyip aşağıya berip neçe bin dolarların pulunu Müslüman hemesinin bolur diye vaxtda Allah ibadet demez öyle. Arap ibadet. Arap kulçuluk kıvatkan nesi. Arapların sayahatlarını yaxşı kılıp pulunu aşağıda yemek içmek, saman setip, konak şeyh setip durup tapkan pulunu vatanda işten lepesi tügü jürüp saklap, yüz yemek içmek, andakin aşağıya apırıp Arap taşlap verip yenip geldi mesela. Ballarını mı okutmay? Aşında kılıp öz Araplara taşlap verip geldi. Yani bunun öz ne dese Allah'a ibadet kallık emez, Arap ibadet kallıkını ibaret. Yani her yıl berip bizning ağzımı Avrupa'da modup gitti. Yılığı berip biz hacı ömür kıldıgan. Peygamber Aleyhisselam hayatını bir qatim qıptı. Aşağı tuğulgan adam. Sana nemi koydu emdi? Hazır milletin beşide mığılgan gam. Teşkilatla uzun nem kılayın. Bir iş kılayın dese, onun pulu vermeydi, 5 tenge verisi vermeydi. Aya görüp o Araplarga bekar taşlap yenip geldi. Yani kulçuluknu uyak kıldı. Yani bu ibadet bu vaxtda ne oldu diye vaxtda Allah kılınmaklık. Bu yerde Araplığı öşkallık emez bu gapın özü. Ve emeli gapını kılıvatımız Araplığı özümüzü okşaş insan görüşümüz lazım. O bizim düşmanımız emez. Hem de o bizim hocayımız emez. Biz böyle okşaş bir insan onun biz çokunuşumuz, onun toprakları çokunuşumuz, o toprakların özünü uluk görüp özümüzün toprağı uluk emez. Bundak görüş özümüzün meyveçiveleri, suyu, özümüzün insanları uluk emez alet bundak isavlaş bu nahayet eğir cinayet. Arap kim bolsa yani qandaq bir özü insan bolsa bizim okşaş aşının böyle okşaş bir insan Arap'ın tuprağı Arap üçün şundaq yaxşı uluk toprak bolsa bizning topraklarımız özümüz üçün şundaq uluk. Araplar özü üçün medeniyetli insan bolsa biz özümüz üçün medeniyetli insanlar. Araplar öz zamanısında hiç qandaq öz bir devlet kuruş ayet düşügümü kirmey qabileler bir-birini soquşup жүрген. Aşındaq bir millet vaxtida bizning ecdatlarımız devlet tumak imperiya kurgan bir milletlik evlatlarımız. Nima için biz onun töven özümüzde hesaplayımız? Üstünlüğü hesaplamayız zaten. Ama beraber zaten hemimiz okşaş bir insan deyip görüşümüz lazım. Asla ulanın tuprağını özümüzden tuprağını lazım. Evzel görmeslikimiz lazım. Hem milletlik öz tuprağı özü üçün evzel. Ulan Mekke Mükerreme, Medine Münevvere diyen bolsa bizim öz azizan Kaşgar uluk vatan, ana vatanımız dep öz atışımız, onu suyuşumuz, onun için hizmet kılışımız, o vatan, o yerdeki milletimizin suyuşumuz, Arap'ın aldı Uygur diyen işlersi yarmaydıgan bir millet demezsin, Uygur'undaki Arap'ın kaldıgan işlersi yok.
Arabdan hech qolgan o'zi madaniyat sohasida hech qanday Arabni qolmaydigan bundaq bir millat ekanligini his qilishimiz va o'z millatimiz uchun dunyolik millatlar bilan barobar holatga akirish uchun o'zi kurash qilishimiz bu bizning vazifamiz. Misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda abdi degan kelimaning o'zini qulchilik deb o'tirib Alloh qulchilik qilish deganni bano qilib oxiriga berib u qulchilik ne ketyapti desa arab qulchilik qilishga mangdi misol. Jiliq berib aşağıya hacı qilishning o'zila, aşağıya pulni tashlab berishning o'zila topgan tagimni arabga qulchilik qilganlikdan boshqa narsa emas. Onun uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bizniki diniy olimlarimiz mushundaq sohaga ahamiyat berish kerak. Hamda bu sohaning o'zini to'g'ri o'zi hal qilish lozim. To'g'ri hal qilolmaganligi uchun bizning millat mushundaq besh qo'yib, ani qalaymiqayaga berib, o'zini jenini sep bergan, melini sep bergan bundaq holat shakllanyapti. Hozir masalan deyilayotgan gaplar var. Hamda Suriyani ish tugagandan keyin Makka Madina va Quddus qaytmish hamda. O sening ishing emas o. O Arablarning o'zining ishi. Sen kimki o yerga görüp o başka adamdaki işlerine ardıştırganга. Sen özünün işini qilishing kerak o yerde. Özünün işi o yerde emas, vatanda. Misal. Sen o yerga görüp bütün öz Arablarga, Uyg'urlarning o'zini sat ko'rsatib, bütün dünya insanları Uyghur degan anglasa, yo'q degan holatga kelib o'tish uchun bu ishni qilamsan endi vaqtida. Bu qanday insonlik? Shuning uchun bu yerdagi biz afzal ko'rish, ulug' ko'rish deganimizni boshqa insonlarni ko'zga ilmaslik holatida ko'rmaslik emas. Bütün insanlar insan bo'lsa, bizmi inson, ular o'xshash inson. Biz bir insonning quli emas, ham bir insonning xo'jayini emas. Aslında o'xshash inson deb o'zimizni tushunishimiz va barobarlik uchun biz kurash qilishimiz bu o'zi biz o'zimizdagi haqqi, huquqi va majburiyati. Islomdagi farz mana bu. Bu o'zi islomdagi ibodat kelimasi islomdagi buyruqlarga amal qilishni ko'rsatadi. Buyruqlarga itoat qilishni ko'rsatadi. Masalan, o'shani nimaning o'zida Sura Baqaraning 182 oyatda Estağfirullah ya eyyuhellezine amenu kulu min tayyibati ma razaqnakum veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun deydi. Mush oxirgi ta'budun deganing o'zi Allah'a boysunduğun bolsanlar qanday qilishing kerak degan vaqtda Allohga boysunish degan Allohning amr farmonlariga boysunish degan gap bo'ldi. Allohning amr farmonlariga biz boysungan vaqtda o amr farmon nerede? Qur'onda. Aşağıda kulu min tayyibati degan ashning o'zi bir amr, ash amrga boysunishni ko'rsatyapti bu yerda. Allohning ash buyruqisini boysunduğun bolsanlar pokiz narsalarni ya'ni. Paskiz narsani yesan bo'lmaydi. Degan bo'ldi. Demak bu yerdagi narsa nima degan vaqtda islom sohasidagi, islomdagi amr, farmon sohasidagi ibodat kelimasi nima bo'ldi degan vaqtda Alloh taolaning buyruqlariga itoat qilish ma'nosini bildirgan degan gap bo'ldi. Yana o'zi Sura Baqaraning 83-oyatida ve izâ akhazna mîsâka bani İsrail'e la ta'budûne illallâhe ve bil valideyni ihsâna ve zil kurba vel yetâme vel mesâkîne ve kûlû linnâsi husne ve yakîmus salâte ve âtuz zekâte ve sümme tevelleytum illâ qalîlen minkum ve entum mu'ridûn degan muş ayetning o'zida bu yerda la ta'budûne illallah degan mushu o'zi bu yerdagi ibodat kelimasi faqat Allohga sizlar bo'ysunadigan bo'lsanglar nima qilishinglar kerak degan vaqtda ota-onalar Allah'a ibadet neyme? Boşluğun bolsanlar ata-analarga yaxshilik qilishinglar kerak, urug' tuqqanlaringlarga, qulim qo'shnilaringlarga, miskinlarga, faqirlarga, yo'lovchi pul tugab ketgan yo'lovchilarga va insonlarga yaxshi gap qilishinglar kerak. Mana mush buyruqqa sizlar itoat qilsanglar, nima qilgan bo'lasizlar? Allohniki buyruqqa itoat qilib bo'ysungan bo'lasizlar. Degan bo'ldi. Bu yerdagi o'zi abdi kelimasining o'zi nima degan bo'ldi desa, mush oxirsidagi buyruqlarni ko'rsatadi. Mush buyruqlarga sizlar bo'ysuninglar degan gap bo'ldi. Biz bu yerda ibodatni o'zini bu yerga akirishlikka o'zi hech qanday nemiz mumkinchiligi yo'q. Chunki ibodat bu yerga o'z namoz o'qish, ro'za tutish degan ma'noni ifodalamaydi. Hamda ikkinchisi shu degan vaqtda ibodatning birinchisi islomdagi bo'ldi.
İslamda fakat Allah Teala'nınki buyruklarını icra kılış. Yani icra kılışta Allah'ın buyruğu boysunuşuna gösterdik yenemdi. İkincisi imandaki ibadet. Yani iman sahasında ibadet kelimesi kes kandak işitimiz diye vaxtida bu yerde iman etken adamlar kıldıgan ibadetler var. Mesela namaz okuş, roz tutuş, bundaq ibadetler var. Aş ibadetlerini kılış koşumça. Mesela İslam'da iman şart emas, ibadet şart emas. İman da çoğu vaxt imanda ibadet şart. Bir adam iman keltirgan bo'lsa, o adam ibadet qilish lozim. Har qanday ibadet iman keltirgan odamga islomning prinsiplari tamoman shart. Agar bir odam iymon keltirib islomdagi prinsiplarga amal qilmasa, iymoni bekor bo'lib ketadi. Buning uchun Qur'oni Karimda innallazina amanu nima va lasri innal insana lafi khusrin illallazina amanu va amilus solihat deydi. Yani Allah'a iman keltirgandan keyin o odam Qur'oni Karimda ko'rsatilgan yaxshi ishlarning hammasini qilish u odamning gardiniga farz bo'ldi. Shuning uchun bu Qur'oni Karimdagi bu ko'rsatgan belgilemelerge mo'min bo'lgan odamlar bu nima qilmasa, uning amal qilmasa, uning iymoni nolga bo'ldi degan. Shu Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafatan deydi. Ey mo'minlar sizlar islomga umumiy yuzda kira ol deydi. İslam'ın hiç qanday prinsiplerinin özünü ma bizga to'g'ri kelgan, ma bizga to'g'ri kelmagan shallashga haqqi yo'q. Bir iymon keltirgan bir insonniki. Shuning uchun bir odam mo'min bo'lsa, u mo'min bo'lgan iymonniki sharti ibodat va amallarning hammasi uning sharti bo'ldi. Agar u yerda iymon keltirgan odam ibodat qilmasa, onindagi o'zi nima qilmasa, İslamdaki şartları boysunmasa o keltirgan imanı hemmesi nölükten oldu degan. Hem de Müslüman çoğu vakti Müslümanın özü eğer o iman etmegen bolsa, namaz okumagan bolsa, onunki o iman münasebetli bolganlığı için o özdeki şahsiy şu İslam'da tüketmeydi. Ama İslam'daki başka kişilerge yaxşılık kılış, okuş ve özü yaxşı amel kılış degan o'xshash mundaq ishlarning özünü qilsa, o İslam'da turuvergen buldu. Yani bunu da İslam bilen imandaki arasındaki fark aşındaki umumi mutlak deyimiz bunu mantık cihetten iman keltirgan adam bütün İslam'ın şartları kabul kılış lazım ama İslam'a kirgan adamlar imanını kabul kılmayıp İslam'a kirmedisi mi kiralaydı diyen buldu. İman etken kişilerge ibadet veya da belirlengen şekildeki ibadetler var. Misal namaz okuş. Bir keç gündüzde 3 vakit. Yani onu mümkün dedik. Bu 3 vakitin başka vaktim namazındaki vakti yok zaten. Tan atkandan başlayıp gün çıkışı artık bir vakit. Gün düşüp mayını qarılgandan başlayıp gün oltuğucu artık bir vakit. Gün oltuğandan başlayıp günün kızıllığı yokucu artık yani bir vakit. 3 vakitin özde namazı koydu. Qancha ming rakat namoz o'qisa alayversin, biz bunga hech qanday nima qilmaymiz. Ammo Qur'onda ko'rsatilgani har vaqt namozni 2 rakat deb o'tirib 3 vaqtda 3 namozning o'zini ko'rsatgan. Qag'iniga biz uning o'zi ibodatga aralashmagandan keyin qanchalik o'qiyapsiz, 5 ni o'qib olamdi, 10 ni o'qib olamdi, o'zining shaxsiy ishi. Bir qatim 3 vaqt namoz deb qo'ysak, butun dunyo qiyomat qoyim bo'lib chiqarib. Biz ashunda Xudoga din o'rgatganligimiz uchun mushkul qoldik. Qur'onda deganni qilgan bo'lsaydik, bu vaqtda bundaq o'zi kulik qolmagan bo'lardik. Özleri deydi o bize Kur'an'da namaz yok, Kur'an'da namazın vakti yok, o rekat sani yok, eti dep. Ama biz 3 vakit, sen 3 vakit badisiler mi şu kıyamet kayım koyup. Bular o Qur'onga ishonmaydigan bo'lgandan keyin, Qur'onni unda ko'maydigan bo'lgandan keyin, Qur'onni aşı yodlab Ramazonda xatmda o'tib qo'ysa, qabristonlikda o'qib qo'ysa bo'ldi, namozda o'qib qo'ysa bo'ldi. Uni amal qilgan bir kitob qatorida hisoblamagandan keyin, uningdagi o'zi u topolmaydi. Ammo Qur'onni Alloh taolo din Qur'onda deganligi uchun Qur'onni izlash kerak. Sen nima deb o'z payg'ambardan keyin 200-300 yil, 500 yil keyin yozilgan hikoyalarni din izlaysan misol, bunda mahmqon ish bo'ladi. Shundaq 3 vaqt namoz o'qish ve bir ay roz tutuş Kur'an-ı Kerim'de bu ibadet hesaplandı. Hem de bunun üzüm çözdüse bu ibadetlerini şu rivayetlerden köptürüş arkalık namazın özünü 5 vakitka
Her vaqt namazning o'zini atayalik bomdatning o'zini 2 rakat sunnat deydi, 2 rakat farz deydi, 4 rakatga, peshimning o'zini 10 rakatga, asrning o'zini 4 rakat, shamning o'zini 5 rakat, xutbamning o'zini 9 rakat, tahajjud vaqti kechida o'qiydigan chashka va ashundaq namozlarni paydo qilish orqali insonlarning o'zini, bu musulmonlarning o'zini tamoman o'zi ibodatni boshqa ko'tara olmaydigan bunday bir holatga keltirib qo'ygan. Boshqa ish yo'q. Bir odam tahi nimada masjidda namoz o'qisa, uniki savobi 27 tasi ko'p bo'ladi. Uyda o'qigandan degan shunday rivoyatlar to'qish orqali insonlarni masjidga yig'ib olish. Masjidga yig'ib olgandan keyin u har odam 5 namozni masjidda o'qidi degan so'zning o'zi nima desa, bir kunlik ishning yarmini qilmadi degan gap bo'ldi. 5 namozni masjidda o'qigan odam bir kunlik ishniki yarmini qilolmaydi. Yoki tushib oladi, tushib olgandan keyin taratib masjidga berish kerak. Berdikin 5 minutlik o'qib tugatolmaydi uning o'zini. Shu yerda 1 soat vaqt keldi. Endi ish o'rniga kelib qo'yish degan asrning vaqti chiqayotgan, asrga azon chiqayotgan. Asrga berib kelish ketdi, undan keyin shamning vaqti kelayotgan, shuni olib o'zi ishning yarmi, vaqtning yarmi shu namoz o'rniga ketdi. Ammo Qur'oni Karimda hamma odam masjidga berib namoz o'qisin degan gap yo'q. Faqat juma kunisi jamoat yig'ilgan vaqtda shu yerda juma namozida ba'zi nimaning o'zini peshimni shu yerda jamoat o'qisa bo'ldi. Boshqa vaqtning o'zida hamma o'zining ish yerlarida o'quvasi bo'laverdi. Uning hech qanday narsa qo'shmaydi. Ammo jamoat o'qisa, unga alayda savob keladigan hech qanday bir narsa Qur'oni Karimda yo'q. Shuning uchun bu yerda bu musulmonlarniki ishlarda misol kechkish hozir misol bir odam bir kunlik ishni 2 kunda qilsa, 1 yillik ishni 2 yilda qiladi degan gap. 10 yillik ishni 20 yilda qiladi degan gap. Bir musulmon o'lkasida ashundaq ishning yarmini, 1 kunlik ishni 2 kunda qilsa, boshqa o'zi musulmon bo'lmagan millatlar desa, 1 kunlik ishni 1 kunda qilgan taqdirda 20 yildan keyin musulmon o'lkasi 10 yil oxirida qolib qoldi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, Alloh taolo insonlar o'zi ishlab jon boqadigan o'zi bo'lganligi uchun uning o'zini zot masjidga berib namoz o'qimasang bo'lmaydi degan to'g'riliq hech qanday oyat tushunmagan. Namozni har odam o'zining ish yerlarida o'qisa, uning hech qanday bo'lmaydi. Undan keyin buni ozdab yana maxsus o'zi qandil kechalari bor, turklarning gapi bo'yicha desak, qandil kechalari deydi. Zikr tasbih kechalari deydi. Ashundaq kechalarning o'zini o'rinlashtirish orqali bu meng'ishuydigan kechalar ular. Ash kechalarda ashundaq quruq hikoyalar bilan insonlarniki meng'isini yuyib, o insonlarniki hozirgi zamonda emas, buningdan 1400 yil burungi insonlar holatiga akilib, uni o'zi hozirgi taraqqiyotga moslasholmaydigan, hozirgi ilm-fanga intilmaydigan va hozirgi zamondagi modern inson bo'lishga hech bir zaman intilmaydigan va modern insonlarning o'zini ko'rsa yoqtirmaydigan. Hozirgi zamonda yashashdan o'ziga qisqinchilik his qiladigan. Bu zamanda yaşamay ölüp ketsa, jannatga qarshi ölüp ketsa, ölüp ketishni orzu qiladigan. Mundaq holatni shakllantirib qo'yiq misol. O'zi bu dunyoga yashab, bu dunyoga moslashanmagandan keyin u pataroq ölüp ketishni, u dunyoga berib tushakayotgan bir ho'rlar va shu ho'rlar bilan birga yashashni orzu qiladigan gap. Ammo u ho'rlarga ularni salohiyat to'shmanda o'ziniki, uning bilan hisoblashmaydi misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida biz her zamanda özümüzni şu zamanı layık adam qilib tarbiyalashimiz ve şu zamandaki insanların en ilg'or insoni ve şu zamandaki insanlarniki meselelerini hal qila şu zamandaki zamanımızdaki insanlar bir narsani o'zini o'g'ita oladigan mundaq bir holatdagi inson bo'lib yetishimiz bu o'zi payg'amberniki yo'lda manganligimiz hisoblanadi. Masalan, bütün payg'ambarlar o'z zamanıdaki en ilg'or en öz islahatçı devri bölgüç insanlar olgan. O ilgar insanların özü bu bizge nemini nem kılıdı nemini işaret kılıdı diye vaqtida bizge bergan işaret bizning bu her birimiz şu zamanımızda fikir cihatte, ang cihatte en ilgar, bilim cihatte ilgar insan buluşumuz için buyuruydu.
zamanımızda islohotchi, zamonimizdagi insonlar bir narsa o'gita oladigan, bundaq bir inson bo'lishini o'zini bo'raydi. Boshqalar o'gitib nima qilgan, yasab qo'ygan narsani ishlatmay holatga tushib qoldik hozir biz. Bir tal telefonni nima qilsa, telefonni echib yepishni bilamiz, WhatsApp so'zlashni bilamiz, uning ichidagi texnikaning o'zini nurg'oyaning o'zini tushunmaymiz misol. Buning o'zi nima desa, bizniki ilm jihat qanchalik og'ida qolib qolganligimizni ko'rsatadi. Shuning uchun bu o'zi nima degan vaqtda bu aslo payg'ambar mangan yo'lda mangmaganlikniki, Alloh ko'rsatgan yo'lda aslo mangmaganlikniki isboti. Agar biz Alloh ko'rsatgan yo'lda mangadigan bo'lsak, u zamonda zamondagi eng ilg'or, eng islohotchi, yaxshilikda oldida mangadigan, yomonlikdan yiroq turadigan, bundaq o'zi go'zal inson bo'lgan bo'lardik. Qur'onda bor: "Kuntum xayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah" deydi. Bir millat yaxshi millat bo'lish uchun u millatning ichidan bir turkum insonlar chiqib, yaxshilikni bo'rib, yomonlikni to'sadigan undaq bir turkum insonlar o'tirib chiqish lozim. Hozir bizniki millatni yaxshi millat qilib chiqamiz degan vaqtda qanday bo'lish kerak degan vaqtda nurg'un o'zli insonlar o'tirib chiqish kerak. İlg'or, ayndaq o'zi avangard insonlar o'tirib chiqib, bu yerda millatniki xato tarafini ko'rsatish orqali millatni to'g'ri yo'lga yetaklab so'rab menish lozim. Millat o'zi hozirgi zamondagi insonlarga yetishishi lozim. O yetish ayda qilib qolsin, 1400 yil burungi hikoyani so'zlab, u insonning jismi hozirgi zamonda 2025-yil yashayotgan, uniki ruhi 1400 yil burungi holatda yashayotgan. Ondan keyin o'z jamiyat bo'layotgan ishni o'ziga singdira olmaydigan, uniki ruhi 1400 yil burungi inson bo'lganligi uchun u hozir bo'layotgan ishni singdira olmaydigan, hozirgi insonlarni yoqtirmaydigan, o'limni orzu qiladigan, bo'lsin shu jannatga kirib olsa, shu yerda yashasa bo'ladigan, mundaq bir insonlarni yetishtirmoqda. Uning o'zi nima desa, u aslo o'ziniki o'rnini bilmaydigan bir holatni shakllantirib qo'ygan. Masalan, shu mollaning o'zi shuni o'g'itdi, o'zini shu jinga sepaqsa, ashaning o'zi shu narsaga layoqatli to'shmamdi. Buni bilmaydi odatda. Jannatda shunday bir go'zal o'ringa ega bo'lish uchun, ya'ni shu jannatga kirish uchun nima qilish kerak? Qanday inson bo'lish kerak? U yerda Alloh taolo kala so'lamaydi. Odamni akadigan yer u. Bu yerda kalaga o'xshash insonlar u yerga qanday kira oladi misol? Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda o'zimiz to'g'ri inson bo'lishimiz lozim. Boshqalarga o'zi boshqalarga bir narsa o'gita oladigan, hech bo'lmasa o'gitolmagan taqdirda boshqalarni tushuna oladigan, zamonimizni tushuna oladigan, zamonimizga loyiq odam bo'lishimiz lozim. Shu vaqtda nima bo'ldi degan vaqtda biz o'zi Qur'oni Karimdagi ibodat kelimasiga to'g'ri amal qilgan bo'lamiz degan gap. Ibodat deganing o'zi butun insonlar hammasi o'zi barobar bir inson ekanligini, Allohning buyrug'i oldida hammasi barobar bir inson ekanligini, adolat oldida hammasi barobar yashash haqqi bor ekanligini tushunadigan insonlar bo'la oladi degan gap. Mesela namazın özünü Allah Teala Kur'an'da tezkire de bayan kıldı. Salat kelimesini okumayı tezkire de bayan kıldı. Tezkire diyen neyim dese? Esleş, iyisi tutuş, hatırlaş diyen mananı bildirir. Bu neyim diyen boldu diye vakıda Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki buyruklarını ve toskan işlerini iyisi tutup bir yerde bir işini kılan olsa şu yerde Allah Teala o insan kıvatkan işte kandak işler buyurgan. Mesela bir yerde seyset atkan olsak başka insan kandak muamele kılışımız lazım. Hazır vakıda Avrupa'da, o da Avrupa'nın nemesi ki andak özü Avrupa'nın vaktaydı, andamandaydı. O maktıqalığı emas, əməliyyat şundak. Bir meyve satılgan ya seysetgan bir dükkan kirsek, hükümet dükkanına kirsek, bir tal laz almakçı olsak şu lazının birini sesip ketken emas. Azırak boşap ketken bolsa, aşının özüne o kasadaki adamın özü bilip kalsa, derhal anı taşlıp etip ornuna başka lazını ekilip bir daydı. Bizde çoğu, Müslüman memleketlerde çoğu, sesip ketken yerini manda yögep apırıp setivadıdır. Uhtumaylıkın setivası oldu de onu. Yani kızlık gözlük aşağıdı. Kolun çikesli oldu, kahının pulusuna asılı oldu. O adam pulunu verdi, satkan nersi o pulga layak toşmaydıgan nersilerini verdi misal.
Öyle apağandaki beş batman yeri ses çıkıvatkan. Yani şunun hemisi değil mi diye vakıda bu insanlar özündeki hakiki insanlığının özünü namayan kılanmıgan. Hakiki insanlığının özüne insanlık kelanmıgan. Hakiki insan bolanmıgan bundaki insanlar bu bir hesaplandı. Şunun için bu yerki neresi değil mi diye vakıda Allah Teala bu şeyde deyişte hem Adem okşaş bir insan bir adam yani bir adamın hakkıga yoki hukukiga tajovuz qilish bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda Qur'oni Karimda g'iybat qilish, bo'hton chaplash tamoman cheklandi. Bu nimishqa degan vaqtida boshqalarning haqqini, huquqiga tajovuz qilgan ish bo'lganligi uchun. Aviq degan o'xshash narsalar so'z haqqiga tajovuz qilgan bo'ldi. Mana buning o'zini qattiq cheklaydi. Bu bir odam o'zining haqqiga sohib chiqish, ega chiqish va boshqa insonlarningki haq huquqiga hurmat qilish bu haqiqiy insonlik bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz millat sifatida o'zimizniki haqqiga, huquqiga ega chiqishimiz lozim. Ammo boshqa insonlarning haq huquqiga tajovuz qilmasligimiz lozim. Boshqa insonlar bilan o'zimizni o'xshash o'ringa akila olishimiz lozim. Uning uchun kurash qilishimiz lozim. Bu bizning haqqimiz ham huquqimiz bo'lib hisoblanadi. Ammo boshqa insonlar o'zimizni qul qilib ko'rsatish, boshqa insonlarniki tuproqlari uchun kurash qilishga targ'ib qilish va u yerga berib nima kurash qilsa, u nihoyat katta ibodatni qilgan bo'lganligi bundaq o'zi kishilarga bundaq ko'rsatish bu nihoyat cho'ng jinoyat bu. Boshqa ularning ishi o'zining ishi, u o'zining ishini o'zi hal qila oladi. Biz u yerga bormasakmi, bizniki besh batman gardimizni ish tursa, ya'ni o'sha yerga berib boshqalarniki ishiga chaplashishimizning o'zi desa jinoyat bo'lib hisoblanadi. Yana o'zi Qur'oni Karimda abdi degan kelimalar orqali butun insoniyatniki barobarligini, hammasiniki abdi ekanligini, ya'ni o'zi banda ekanligini, hammasi Alloh taoloning oldida barobar inson ekanligini buni o'zini bizga Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qiladi. Hech bir inson qari bo'lsin, oq bo'lsin, mayli o'zi qaysi millat bo'lsin, qanday madaniyatga ega bo'lsin, u boshqa insondan hech qanday jihatda o'zi uni tuvan ko'rishga bo'lmaydi. Hammasi o'xshash inson. Endi u an'anaviy dinda degan vaqtda an'anaviy din butunlay insonlarning o'zini ruhiy jihatdan qulluqqa, iqtisodiy jihatdan qulluqqa, siyosiy, ijtimoiy jihatdan qulluqqa o'zi targ'ib qildi. Kimga qul bo'ladi shu vaqtda? Arab quli bo'ladi. Butun o'zi insonlar arab qulluqliq. Misol. Iqtisodni boy deganga o'xshash, ruhiy jihatdan misol, shu vaqt boy o'qigan rivoyat. Ta'allumul arabiyyati va allimuhan nasa fa innahu lisanullohi azza va jalla yawmal qiyamah degan shu rivoyatning o'zimi, uning o'sha rivoyatlar nihoyat ko'p misol. Shu yerda qiyomat kunsi Alloh taolo arab tilida so'zlaydi deganning o'zi bu yerda nima degan bo'ldi ham shu vaqtda? Xudo tarjimon ketamdi ham biz Uyg'urlar u yerda so'zlab qilib qolsak Uyg'urcha, bir arab bildigan bir islam tarjima qilish to'g'ri keladimi? Buni o'xshash ahmoqona ish bo'lamdi endi. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda ruhiy jihatdan o'ziga qul qilish shu vaqtdagi nima bo'yicha ruhiy qulluqni o'zini shakllantirgan. Andakin o'zi Makka, Madina, o'sha atrof arabniki tuproqlardan maqtash orqali iqtisodiy qulluqni o'zini shakllantirgan. Iqtisod hamma odam boy deganga o'xshash shundoq o'zi ishtonning lepisiga tengib yurib, shundoq o'z jafo tepib, u pulni arabga tashlab bergan ish shakllangan. Siyosat degan vaqtda arabning siyosatiga qarab ish ko'radigan misol. Anadakin o'zi o o'ziga foydali bir siyosatni izlamay turib, e'tiqod jihatda bir o'zi dindagi insonlarda o'ltirib, o'ziniki xo'jayinlarniki tutgan siyosatni o'ziga siyosat qilib qaraydigan bundaq holat shakllangan. Masalan, mana shu Suriyaniki hozirgi Julani degan odam hamma dindagi insonlar o'xshash yashay oladigan, adolat oldida, qonun oldida barobar yashaydigan bir davlat qurma degandan keyin Yevropa davlatlari buning o'zini g'arb davlatlari qo'lladi. Qo'llagandan keyin bizniki bir qism ashadagi odamlar mana islom davlati quramiga kirsak, bu odam mandaq davlat qurdi deb islom davlatini hatto tushunmaydigan holatga tushib qolgan.
İslam devleti deganni hech qanday ideologiyani asos qilmaydigan. Hamma odamning diniy e'tiqodi o'ziga deydigan. İnsanlıkta adalet aldı beraberlik. Yani adaletni asos qilib turib, hamma odam barobar yashaydigan bir jamiyat qurish. İslam deganning shariati mana shu. Adaletni asos qilgan barobar, hamma inson barobar yashaydigan bir jamiyat qurish, bu islom degan mana shu. İslomiy jamiyat degan shu. Mushundaq jamiyat qurishni Alloh taolo Qur'oni Karimda buyurdi. Yani Julani şunun özünü deyiklik degendikini o bizdeki insanlar ve İslam cemiyeti, İslam cemiyeti diyen kandak bir cemiyet olur diyen bilmegendikin ayet a Julani'ndeki diyen gibi alnı kallısını ötmeklik. Şunun için devatımız bir yerde bizim dini sahadaki alimlerimiz özünü alim hesaplasa Kur'an-ı Kerim'deki muşdak yerlerini kattık özü tepkik görüş lazım, biliş lazım ve insanlarımızı bildirиш lazım. İslami cemiyet bizi kandak karaydı dese bizdeki de hem madem 5 namaz okuyduğun cemiyet değil. 5 namaz okuş, la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyiş hemisi öz şahsi işi. Her bir insandaki. Onun için iman etmeyen adamı cezalaş, namaz okumayan adamı cezalaş, roz tutmayan adamı cezalaş Kur'an-ı Kerim'de yok. Onu hiç kandak bir adam ya hiç kandak bir hakimiyet, hiç kandak bir insana o cezalını veriş hakkı hukuku yok. O cezanı kim bir vakit dese şu öz vaktinde Abbasiye, Umayye Sulalisi zamanında bu özü Kur'an-ı Kerim'de ilim asaslangan bir din deb Allah Teala İkra bismi rabbikellezi halak degan oyatning birinchi tushigan vaqtning o'zida ilmni asos qilgan bir din ekanligini o'zini bayon qilib nima qilsa, tushunsa, uni tushuntirsa insonlarga keyin arabniki dini qanday bo'lgan desa ibodatni asos qilgan shu vaqtda. İbadet degan nima degan vaqtda ibodatning o'z ma'nosini ishlatmay, kesh namoz o'qish, ro'za, haj qilish bilan tugagan. Shunga bularning nimasida Buniyal İslam ala khamsin şehadet la ilahe illallah ve ikamis salat ve itaiz zakat ve siyam Ramazan ve tehuccil beyt in istata ile sabila degan o'zi nim bormi shu Sahih Buxoriy, Sahih Muslimning hammasi bor. Bu nimani bildirdi? İslam degan nima degan vaqtda la ilahe illallah Muhammed Resulullah deb iymon etish deydi. Namaz o'qish, ro'za tutish, zakat berish, haj qilish. Mana bu 5 narsaning ustiga qurilgan deydi. Hem bu yerda zakat berish, haj qilish bu ikkisining o'zi islomning ichidagi narsa. İslamdagi amirlarning ichidagi narsa. İman etish, namoz o'qish, ro'za tutish bu iymonning ichidagi narsa. Bu yerda iymon bilan islomni aralashtirish orqali hammasini birga yug'urib, u yerda o'zi ibodatning o'zini iymonni birinchi o'rin qo'yib olgan. Ammo Qur'on degan vaqtda islomni bayon qilgan vaqtda bizdagi dinimiz islomga Qur'onning o'zida misol va razitu lakumul islom dina deydi Alloh taolo. İslamni sizlarga din qilib berganligimga rozi bo'ldim deydi. Demak, bizdagi dinimiz nimaki? Islomki. Islom asos bo'lgan vaqtda hech qanday e'tiqod islomning asosi emas. Qanday e'tiqod kirish o'zining ishi, u nima desa Alloh bilan o'zining orasidagi ish. Hech bir zaman o insoniyat jamiyatiga uning o'zini so'qish orqali insoniyatning orasida u yerda o'zi sen musulmon, men kofir yoki sen yahudi, men nasara deb o'zi boshqalarga din sababli uni dushman tutish, ularga haqorat qilish, ularga zulm qilish u Qur'oni Karim tamoman cheklagan bir narsa. Musulmon bo'lsang, o'z iymon keltirgan bo'lsang o'zingga, namoz o'qigan bo'lsang o'zingga, ro'za tutgan bo'lsang o'zingga, bu yerda hech bir odamni u qilgan ishing o'zi nima qilmaydi. Turklar deydiki, ilgilendirmaydi deydi. Biz nima deydi uni? Alakası yok. Yani bizde onun halkı yani böyle özden bilen Allah'ın arasındaki iş o. Onun için bunun özüne sen namaz okuduğun namaz okumak adamı yaktırmaydıgan, namaz okuduğun namaz okumak adamı tıllaydıgan, hakaret kıldıgan hiç kandak hakkın yok. Sen özü iman keltirdim dep, iman keltirmegen ya başka dine girgen adamlarına hakaret etmek hiç kandak hakkın yok. Kur'an'da وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ اَدْوًا بِغَيْرِ ilmim deydi. Sizler Allah'ın tövündeki neslerine ibadet kılan, başka neslerine ibadet kıldıgan, butkuçu okunduğun, kalakçı okunduğun, asman cisimliçi okunduğun, mundak adamların özüne, sizler özü deşnam kılıp özü hakaret kılmanlı deydi. Allah hakaret kılmanlı dese,
bizniki haqorat qilgan nima haqqimiz bor edi? U yerdagi narsa nima degan vaqtda sen insonlik sifatingdan sen ibodatingni o'zing qilaver. Namozingni o'qiver, ro'zangni tutaver. Ha. U yerda boshqa o'z ro'za tutmagan, namoz o'qimagan odamni sen u ro'za tutmagan, namoz o'qimagan deb uning bilan o'z jadallashma degan gap. Uning jazosini sen bermaysan, qiyomat kuni men beraman deydi Alloh taolo. Hech bir yerda namoz o'qigan, ro'za tutgan odamning jazosini beraman degan Qur'oni Karimda oyat yo'q. Uning jazosini Alloh taolo qiyomat kuni o'zi bergan, chunki o'zi bilan aloqali narsa ish bo'lg'achqa, o'zi berganligiga qarata Qur'oni Karimda oyat bor. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda insoniyat dunyosida e'tiqodni asos qilish butunlay tugamas jadalga olib boradigan narsa. Shuning uchun biz bu yerda e'tiqodni asos qilmasligimiz lozim. İnsanlıkni asos qilib bu yerda hamma insonniki o'zini tutgan bir yo'li bor, o'ziniki e'tiqod qilgan bir dini bor. Uning biz hurmat qilgan shart ostida, u bizniki hurmat qilgan shart ostida yashash bu Alloh taolo bizga farz qilgan bir ish. Shuning uchun bu yerda biz buni jiq deb ketdik. Vatan uchun vatanni ozod qilamiz desakmi, bu bizning aramizda nurg'ulg'an ishlar bor. Masalan, o'zi yaxshi o'zi mo'min nimalar bor, masalan, Uyg'urlar bor. 5 namozni tark qilmaydigan undaq yaxshi insonlar bor. Namoz o'qimaydiganlarim bor. Balkim boshqa dinga kirib olganlarim bor va hech qanday dinni e'tirof qilmaydiganlarim bor Uyg'urlarning orasida. Ham bu vaqtda biz Alloh ishongan odamni biz 5 namoz o'qiymiz deb qolganlarning hammasiga urush echiq to'g'ri keladimi? O vatan faqat sening vataning emas o. Bütün Uyg'urman deganning hammasiga o'rtaq vatani. Ular namoz o'qisin, o'qimsin o'zining shaxsiy ishi. Ammo vatanni ozod qilish, u yerdagi millat uchun kurash qilish hamma o'zi Uyg'urlarniki o'rtaq ishi bu. Yoki bütün Sharq Turkistondagi xalqniki o'rtaq vazifasi. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda iymon bilan bir narsani o'lchamaslik lozim, namoz, ro'za bilan o'lchamaslik lozim. U odam o'zi agar sizniki deyotgan gaping qoyil bo'lsa, u vaqtda o'zi iymon etib, u namoz o'qib, ro'za tutsa, u yaxshi. Ammo uniki ro'za tutmagan, namoz o'qimagan qarta, uni sinfga olib, sen namoz o'qib tark qilsa, o'zi namoz o'qimaydi, ma ro'za tutmaydi falan deb o'tirib, insonlarni tarkibga oladigan, bo'ladigan bunday ishlarni qilishing tamoman xato. Shuning uchun biz davomli deymiz, bu shu vatanning sirtidagi nurg'u yerda Uyg'ur uylar ochilib ketdi. Bu Uyg'ur uylarning o'zida Uyg'ur uyi yoki Uyg'ur madaniyat markazi deb ochganlik nihoyat to'g'ri bir ish. Masjid qilib etish nihoyat xato bir narsa. Chunki nima uchun degan vaqtda insonlarni arvardi. Masjid qandikinlar u yerga namoz o'qiydigan odam bora olmaydi. Boshqa insonlar bora olmaydi. Sen o'zi madaniyat markazi bo'lsa, u yerda nima qilishing kerak degan vaqtda namoz o'qiydigan odam buni o'qiversa sizniki namozga hech kim o'z daxl tarz qilmaydi. U yerda bütün Uyg'urlar bir yerga kela oladigan bunday bir o'rin bo'lishi lozim. Sen u yerda millatning o'zini dinsiz, dindor deb o'tirib ishga ko'rib qaraysa, uningdagi o dinning ichida falon mazhabdagi tutsan, mazhabdagi deb yana uni araysa. Shuning millatning bir millatni bir qanchaga bo'lib, paramparcha qilib, shunday o'zi vayron qilyapti. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda hech bir zaman birlik e'tiqod ustiga qurilmaydi. Qur'oni Karimdami hech yerda o'zi e'tiqod ustiga qurilgan o'zi birlikni tashabbus qilmaydi Alloh taolo. U nima ustiga qurildi degan vaqtda milliy birlikning ustiga qurildi. Milliy birlikning ustiga qurildi birlikning o'zi. Masalan, Sharq Turkiston xalqimiz bir xalq, shu bir xalqniki birligining ustiga va ashlarniki maqsad muddaosining ustiga qurildi bu birlikning o'zi. Mesela, yani hech qanday bir davlat yo'q, faqat bir millat yashaydigan. Bizniki faqat Xitoydan boshqa. O'sha yerlik bo'lgan, burun tortib yashayotgan millatlar hammamiz bir millat hisoblanamiz. Chunki ma Yevropada nation deydi ekan, nation o'zi xalq degan bo'ldi. Endi xalqning o'zi nima degan vaqtda bir territoriyada yashayotgan xalqning hammasi bir xalq hisoblandi. U bir xalq shu territoriyani ozod qilish uchun o'rtaq o'zi bir kuchga aylanib kurash qilish bu nihoyatda go'zal bir ish. Bunun o'zi birleşik lazım. Sen berip o yerda din, mezhep deb o'tirib, o narsani bozor qilsam, yanchon qilsa bo'lar o narsa. Hamma odamniki o'zining shaxsiy ishi bu. Mezhepchilikni o'zingga nima qil. O yerda sen asla o'zi bu millatniki
Milli birliginin özünü sen parçalaygan işini kılışın bu dinga yani İslam dinine tamamen zıt. Nima uchun degan vaqtda Peygamber Aleyhisselam Medine kelgan vaqtda Yahudilar olsun, aslında Hristiyanlar olsun, müşrikler olsun, müminler olsun hemmisi bir jo'zga akilib, shu yerda bir birlik qurgan. Bunun özüne va Avrupa tili bo'yicha va ingliz tili bo'yicha nation. Yani xalq deb atildi. Bir xalq. Mesela Mekke'nin özünü fethi kıldığı vaqtda 10 ming adam bilan 10 ming askarlar Peygamber Aleyhisselam Mekke'ye yürüyüş kıldı. 10 ming adamın hemmisi nima iman keltirgan adamlarmidi? Aşlık 70% iman keltirgan adamlar. Fakat hakimiyetga kirgan, islomga kirgan, iymon kirmagan odamlar. Mana shulardan nurg'ulg'an odamlar askarlik kirib, Makkani fath qildi. Makkada masalan Abu Sufyan boshchiligidagi Umayya qabilasiniki nurg'ul qismi 199% iymon etmaydi. İslamni qabul qildi. Ya'ni biz hammamiz barobar yashaymiz. Hammamizning dini o'zimizga, din sababli bir-birimiz bilan dushman bo'lmaymiz deb milliy birlikni hosil qildi. Milliy birlik qarshi chiqqan odamni jazolash Qur'oni Karimda farz. Dinga o'zi, men dinga kirmayman degan odamni jazolash jinoyat hisoblanadi. Buning o'zini bilib olishimiz lozim. İbadet qilmagan, ya'ni ibodat qilmagan deganda misol namoz o'qimagan, ro'za tutmagan odam jazolash Qur'oni Karimda jinoyat hisoblanadi. Chunki sen Allohning o'rnida sening jazo berish haqqing yo'q. Uning qiyomatga Alloh bergan jazo. Sen Allah'ın hukuk çalışışın hiç qanday asasın yok. Onun için bir ibadet kelimesini suiistemal qilib, ibadatni boshqa narsalarga monopol qilish orqali uning shaklini o'zgartirib, har xil o'zi narsalarga o'ziniki qayoqchiga yoki o'zini kallasidagi bir insonlarga ziyon qo'ygan aqidaga uni bo'ysundirib turib, undaq tarjim qilish, undaq tashviq qilishning o'zi nima desa, tamoman o'zi Qur'onga zid. Qur'onda La ikraha fiddin qad tabayyana rushdu minal g'ay degan oyat bor. Haqiqatni ochiqlash, ya'ni o'zi shariat insonlarga tushuntirish olimlarning vazifasi. Ammo buni kirsa deb majburlash bo'lmaydi. Qur'oni Karim buni deydi. Ya'ni hech qanday bir insonniki iymon kirmasan bo'lmaydi. Kirmasan kafir bo'lsa, sana jazo qo'llanamiz deydigan hech qanday haqqi yo'q, ham huquqi yo'q. Qur'on undaq huquqni bermagan. Shuning uchun bu yergi narsa nima degan vaqtda milliy birlik asosida birlashish bu o'zi o'zi to'g'ri Qur'oni Karimga to'g'ri keladi. Qur'oni Karim meni mush tashabbus qiladi. Hattoki keyingi davrlarda Payg'ambar alayhissalomga nima degan vaqtda Qur'onda oyat bor. Millati İbrahim nima abikum degan millat abikum İbrahim degan o'zi oyatlar bor. Ya'ni hattoki chunqurlab berib Yahudlar bilan birlashish maqsadida Alloh taolo nima qilib degan vaqtda sizlarniki otang İbrahim, sizlarniki millating İbrahimdan boshlangan. İbrahim Arab millatiniki shakllanishidagi birinchi asosi degan ma'noga keladi. Ashuni nima qilib mana mushayatni boshlab hammanglar ashdagi avlodlar bo'lgan hammanglar bir millat degan o'zini o'tirib chiqqanda bu nimani bildirib desa Yahudi nasar nima Yahudlar bo'lsin, Arablar bo'lsin hammanglar bir millat degan. Amaliyotda masalan Arablar assalomu alaykum desa, o Yahudilcha desa, nima deydi? Ashuni yiqaroq binasi. Ashuni yiqaroq binasi. Assalomu alaykum demdi, shunda qarab bu narsa deydi. Xudolqi Qozoqlar, O'zbek, Qozoqlar, Uyg'urlar tiliga o'xshash. Unda shunchalik farq edi misol. Nurg'un tillari ana shunday farq edi. Ham ular yezikda İbrani yezikni ishlatdi hozir. Arablar keyin shakllangan arab yezikni ishlatdi. Yeziqqa o'xshamaydi. Ama ularning tillari nurg'un o'xshashliklar bor. Onun uchun Alloh taolo u yerda hammani bir millat deb millat sifatida birlashish uchun u yerda o'zi uni buyurgan. Shuning uchun bu narsa nima degan vaqtda biz aslo e'tiqod sohasida birlik hosil qilish hosil qilamiz. Bu e'tiqodga kirmaganlarning o'ziga biz qarshi turamiz. Keyin bu e'tiqodning ustiga biz davlatni quramiz. Bu e'tiqodda bo'lmagan odamni o'ldiramiz, chopamiz deyishning o'zi tamoman o'zi Qur'oni Karimga zid, ham jinoyat, ham millat xiyonati deb hisoblanadi. Nima debdi desalar, Yahudilar nasıl selamı? Selamun aleyküm, Yahudi selamı deb so'rabgan. Selamun aleyküm asl İbranice Shalom aleykümdür. Shalom aleyküm. Yahudiler 2500 yıldan beri aşını kullanıp tuttu.
He. Okşaşlı misal. Mesela biz yol deymiz, Kazaklar yol deydi. Biz yeyimiz deymiz, Kazaklar ceyimiz deydi. Biz yür deymiz, Kazaklar cür deydi. Bu kadar yani. Aşının okşaş özellikle bir kısım harfler cevap aşınak nimkandekin demek aşıcılık farklı gap. Arap bilen öze nemeniki Yahudilnik tilleri nur koyalım, oyunda birlikleri var. Ular asasen tegi tehdidin bir millet olup hesaplanıdı. Şunun için o yerde Allah Teala milli birlikning özüne, mayli onun dini, itiqadı ne olsun, Yahudi dini özü, başka bir din olsun, itiqadı, başka bir itiqad olsun, o qat'i nazar millet sifatida birlashishning o'zini Alloh taolo buyuradi. Shuning uchun bu yerda biz qanday qilishimiz kerak degan vaqtida biz u yerda nation degan nimalar xalq sifatida, Sharq Turkiston xalq sifatida birlashib, Sharq Turkistondagi mustaqillik uchun umumyuzlik birlik sifatida kurash qilishimiz bu intayin muhim ham to'g'risi bu. Bizning dushmanimiz faqat bir, Xitoydan boshqa hech qanday dushmanimiz yo'q bu yerda. Bu yerda o'zimizga dushmanni ayintib, u andaq, mandaq deb o'zi dushmanni ayintish qat'iy bo'lmaydi. Chunki nima ish qilgan vaqtda Qozog'istonda nurg'ulg'an million o'zi Uyg'urlar bor, yashaydi. Qozog'iston fuqarosi hammasi. Qirg'izistonda nurg'ul Uyg'urlar yashaydi, Qirg'iziston fuqarosi. Ha. U bir davlatda butunlay 100% bir millat yashaydigan ish yo'q. Uning uchun bizni vatanimiz ko'rasiz. Qozoq, Qirg'iz, o'zbeklar bor. Uyg'urlar birga yashagan asrlardan biri. Ular bir sap turib, vatanning ozodligi uchun kurash qilish, bu Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan kurash qilish prinsipiga uyg'un keladi degan gap. Yana Qur'ondagi salat kelimesini sharhlab, bu o'zi mollamlar Qur'onda 86 yer salat kelimesi var. Onun için özü namazını qancha jiq o'qisak shuncha savob bo'ladi degan o'z fatvoni chiqarib, insonlarga turli namozlarni ijod qilgan. Ammo Qur'onda degan vaqtda Qur'onda asla o'z farz ibodatning sirtida nafl ibodat to'g'riliq hech qanday bir buyruq yo'q. Chunki nima uchun degan vaqtda ming rakat namoz o'qisangmi, o'zing Alloh taologa itoat qilganning o'zini ifodalaydigan bir narsa. 2 rakat namoz o'qisang desa, ifodalaysiz, o'xshash. Onun için bu yerda narsa nima degan vaqtda sen o'z ibodatni jiq qilish bilan hech qanday bir narsani hosil qilolmaysan. Faqat ibodat bu yerda nima namoz, salat kelimasi nima ifodalaydi degan vaqtda Alloh taoloning Qur'oni Karimdagi amr farmonlarining o'zini esiga elish, shu esini chiqarib qo'ymaslik uchun xotirlatishning o'zini bildirdi. Shu u namozni nima qildi degan vaqtda Qur'on o'qildi. Qur'on o'qildi degan so'zning o'zi Qur'ondagi Alloh taoloning amr farmonlarini esiga xotirlashning o'zini nima bildirdi. Hem yanıtıyor degan vaqtda Qur'oni Karimda ibodat kelimesini misol Qur'on yodlash, har xil o'zi mazhablarning kitoblarini o'qish, arablarning hikoya cho'chaklarini o'qish, arab she'rlarini yodlash orqali savob izlash, nafl namoz o'qish, nafl ro'za tutish, zikr tasbih aytish, quruq duolarni qilish, hech qanday bir tiyinga yarmaydigan duolarni qilish, mana mushuning o'zini islomning asosi qilib olgan. Ama biz 1000 yıldan birisi muş işini kılıp hazır halimiz kaya geldi. Bunun özünü biz özü hesaplaştık doğru geldi. Kur'an-ı Kerim İslam iliminin üstü kurulgan. Kur'an bunu belirleydi. Yani Kur'an'da birinci düşke ayet ne mi diye vakti İkra bismi rabbikellezi halak deydi. Okuş arkalık bir nersini biliş. Yani okuş yetmeydi o. Bizdeki mollamının hemisi okuydu doğru. Ama bilmeydi. Kur'an nima deydi desa, o'qib bir narsani bilishning o'zi maqsad qiladi. O'qishning maqsad bilish bo'lishi lozim. Sening quruq o'qib qo'yishing, u yerda faloni ishqan qandaq o'zi bir fatvo bor desa, to'xtatib men bir kitobni ochib, faloni mazhab nima deydi, piston mazhab ne deydi deb mazhablarni aqtimay u yerda Qur'oni Karimga asosan buningga mandaq hukm deb chiqara oladigan holatda bo'lish lozim. O hem ameliyat uygun kelish lazım o narsa, fantastik öz hükmünü çıkarıp hak amel kılamayan narsadan çıkarış kılışkanda neme gerek yok. Bu özü ibadetle nafl roza, nafl namaz, namazdan farz kılan okuş lazım. O okumuş olmaydı.
farz qilingan ro'zani tutish lozim, uni tutmasak bo'lmaydi. Ham uning sirtidan cho'disa, uni sirtidan Alloh taolo tutinglar deb hech qachon o'zi o'qing deb bizga buyurgan emas. Uni o'rniga biz o'qishimiz lozim. Dunyoda o'zi dunyo shunday o'qdek taraqqiy qilayotgan vaqtida bizim degan vaqtda ashunga taraqqiy qilishimiz lozim, bilim olishimiz lozim va millatimizni boshqa millatlar bilan o'xshash o'ringa akilish uchun kurash qilishimiz lozim. Ammo buning aksincha hozirgi bu an'anaviy islom nima qiladi degan vaqtda islom mush hozir degandek shunday quruq narsalarni oxir chiqmaydigan, tugamaydigan shunday narsalarni qilishga burish orqali insonlarimizning o'zini nodon, uning kambag'al o'zi faqir, tarki dunyochi shunday qiladigan bunday holatga shakl akib qo'ygan, yonda pul olmagan degan, uni kallam ishlamaydigan gap. Shuning millat oldiga ilgarilaymagan bunday holat shakllanib qoladi. Shuning uchun bu yerki narsa nima degan vaqtda birinchi darajadagi eng chong ibodat o'qish. O'qib bir narsani bilish bu eng chong ibodat. Uning uchun Alloh taolo o'qi deylik. U o'qishning o'zini odatda Qur'oni Karimda iymonning oldida, yani iymonning oldiga o'qishning o'zini qo'yib. Masalan, o'shaning o'zida birinchi sen la ilaha illalloh deysa, uningdan keyin o'qiysa demak Alloh taolo. Birinchi o'qiysa, uningdan keyin bilsa, uning o'zini bilib, uningdan keyin iymon etsa deb oxirida Rabbikallazi xalaq deb Rabbining o'zini oxirga qilib. Onun uchun bu yer nima degan vaqtda biz bir narsani to'g'ri xatoligini farqlantirish, uning dalil isbotlarini to'liq bilib chiqish, uning ishinish uchun biz o'qib uni bilishimiz lozim. Birinchi qadamda. Shuning uchun bizga Alloh taolo birinchi darajada o'qishni buyurdi. O'qishning o'zi insonni bilimsizlikdan qutqizdi. Bilimli odamlar gadoy bo'lmaydi. To'g'ri yo'lda mangalaydi. O to'g'ri yo'lda mangan insonlar xor bo'lmaydi. Hozirda bizga o'xshash qulluq qilib qolmaydi. Bizni qulluq qilgan narsalar islomdagi shu an'anaviy islomdagi ibodat qismlari asosan e'tiqodlar ibodat qismlari mana shu holatga tushirib qo'ygan bizni. Mana shu o'zi an'anaviy islomdagi masalan rivoyatlarni, fiqhlarni, arabni hikoya cho'chaklarni masalan biz nurg'un qatim dedim men uni Ashir mualliq, Sabiy mualliq, maqomatlar harir degan o'xshash shunday she'r kitoblarni yod deb o'qigan insonlar bor. Hatto ashni yodasini savob bo'ldi deb o'zi qilgan insonlar mıcık. Arabning she'risini o'qisa savob bo'ladi. Biz kichik vaqtida misol baxshilar vaqti o baxshilar shu nima qilsa duoxon baxshilar birisiga duo o'qib yoki nima qilsa aytadi Amin tezekkuri ciranin bizi selamin mezeşlete mencera muklatin bidemin degan shu she'rni o'qisa bu alamet hem de shu payda qildi deb o'ylaydi. Uni keyin biz o'zi arabning she'r kitobini o'qigan vaqtida she'r kitobdagi she'r ekan. Arabning she'risini o'qib turib insonlarni davolaygan. Manda ahmoq qilib aytganda bizni. Qur'onni o'qimasdan arabning she'risini o'qiydigan holat tushib qolgan. Demek shu holatga tushirib qo'yishning butun sabablari nima degan vaqtda ilm o'qimaganlikniki, ilm o'qib, bilib o'qimaganlikniki sababi shunday bo'lgan. Uning uchun bu yerki narsa nima degan vaqtda shu narsalarning hammasini monopol qilib olgan narsa arabniki shunday o'zi she'r, hikoya, cho'chaklariga asoslangan din shu narsaning o'zini monopol qilib olgan. Shuning uchun bu yerda ibodat degan vaqtda ibodat degan nima? Ibodat degan insonni qutqizadigan narsa bo'lishi lozim. Bizni qutqazmaydigan narsa hech bir zaman ibodatga kirmaydi. Nima deb biz uni qildik ekanmiz misol? Bizga hech qanday kerak yo'q, bizga ziyon soladigan narsani nima qildik ekanmiz biz? Alloh taolo Qur'onga eslansani qutqizdi deyapsa, biz qutqizolmay bizni bunday patirayotgan narsalarni nima uchun qilamiz biz? Arabdagi savob bo'l degan gibi ishni qilaveramiz. O vaqtda biz uniki foyda ziyonlarini arishimiz lozim. O'qishimiz lozim, bilishimiz lozim, undan keyin o'zimizga foydali bo'lgan ishni qilishimiz lozim. Shu vaqtda biz o'zimizni qutqiza olamiz. Qur'on ilmni asos qiladi. Davlat qurishda adolatga asoslangan barobarlikni vujudga chiqarish uchun o'zi adolatga asoslangan bir davlatni qurishni o'zini maqsad qildi. Mana shuni o'zi Qur'oni Karimdagi islomning tub asosi deb hisoblanadi.
Asla o'zi iymon ibodat nima? Iymon ibodat aqida deganning o'zini asos qilmaydi. Qanday aqida bo'lsang o'zingning ishi. Ha. Uniki hisobini Alloh taolo o'zi olib qiyomat kunsi hech qanday bir insonniki, hech qanday bir davlatniki uningga o'zi jazo kesish haqqi, huquqi bo'lmaydi. Shuning uchun insonning ko'nglidagi, qalbidagi narsani hech kim bilmaydi, nimaga e'tiqod qilyapti, uni hech kim bilmaydi, nimaga ishonyapti. Uning uchun uningga o'zi qalbiga ma'no etish, qalbi qarab, uning qalbi mandaq o'xshaydi deb gumon qilib, uningga jazo kesish, yoki uning dushmanlik nazarida qarash, yoki uning o'zini haqoratlash, bu o'zi jinoyat hisoblanadi Qur'onda. Yani bunun o'zi hammasi nima desa, mana shu ibodat degan o'zi ibodatning o'zini har xil shakldagi narsalar bilan o'rab, uni monopol qilib, kontrol qilib turib, insonni o'zi ibodat qilishga, faqatla ibodat qilishga band qilish, uni ilm o'qishni jiroqlashtirish, mana shuni o'zi shunga nima qilibdi, keladi. Shuning uchun bu yerdagi monopol qilingan ibodat deganimizda Alloh taolo buyurgan ibodatlarni, ya'ni ibodat deganning o'zidami Alloh taolo to'g'ri ishga buyurdi, yaxshi ishlarga buyurdi, yomon ishlarni to'sdi, mush narsani o'zini to'sgan ishni qilmaslik, buyurgan ishlarni qilish o'zimizga foydali bo'ldi. Mushuni qilishning o'zi nima desa, ibodat deb hisoblanadi islomda. Iymonda cho'digan vaqt iymonda namoz, ro'zni o'qish, namozni o'qish, ro'za tutishning o'zi ibodat hisoblanadi. Uni joyida Qur'oni Karimda ko'rsatilgan bo'yicha ro'za tutish, Qur'oni Karimda ko'rsatilgan bo'yicha namoz o'qish, u Alloh taolo maqsad qilgan namoz, ro'za deb hisoblanadi. Agar Qur'on qaramay turib, boshqa kitobga qarab turib o'qigan bo'lsa, u o'qigan namozi hech bir zaman uni asqatmaydi. Xudo uni tonimaydi undaq narsalarning o'zini. Qur'onda bo'lmagan narsani qilib u yerda Xudoning oldiga men ma'ni qildim deb olsa, undaq narsani Xudo tonimaydi. Men bu yerga o'zim hozirgi vaqtda bir narsani zakaz qilsam, men bir istakan qahva kelib qahvaxonaga berib, men bir istakan qahva, cappuccino va menga desam, men bir istakan choyni kelsa, u vaqt men uni qanday pul to'layman misol. Ya qanday pul beraman. Xuddi shunga o'xshash, Alloh taolo Qur'onda bir namozni shaklini ko'rsatib, men mushundaq namoz o'qiysa desa, berib sen o'z Xudo din o'rgatib, boshqa bir namozni o'qib, men ma'no keldi desang, sana o'zi nima berdi Alloh taolo? Jazodan boshqa hech narsa yo'q. Shuning uchun bu yergi narsa nima degan vaqtda biz bir narsani qilgan vaqtda islomning ichida u narsa Qur'onda qanday ko'rsatilgan, buni qarta qilish lozim. Qur'onda qanday ko'rsatilgan bo'lsa, shu bo'yicha qilish Alloh taolo ko'rsatgan ishni qilganlik hisoblanadi. Agar biz uni qilmasdan boshqa kitob qarab, arabning fiqh kitoblariga, rivoyatlarga qarab qilgan vaqtda, u hech bir zaman Alloh tonimaydi uning o'zini. Alloh tonimaydigan, Alloh uni qil deb mush shaklda qil deganning o'zini biz boshqa shaklda qilib akalsak, uni Alloh taolo qabul qilmaydi. U vaqt men qildim-ku deyishim hech qanaqa hojat yo'q. Shuning uchun bu yerda shirk deganning o'zi faqat oldimizga butun tiklab qo'yish emas, oldimizga uchirgan kitobning o'zini o'qib bilgan, shuni amal qilishimcha o'xshaydi shirk bu yerda. Allohning diniga boshqa narsa qo'shishdan iborat bu yerda. Shuning uchun bu yerda biz ibodat deganning o'zida masalan vatanni qutqizish bu amal e'tiqod jihatdan o'zi vatanni qutqizish o'zi nima islomiy jihatdan amal hisoblanadi. Ibodat o'zi nima shakllar nima hisoblanmaydi. Chunki bizniki mujohidlarimizmi ibodat deyapti, ibodat emas u. Qo'l bilan tutib qiladigan, avtomat atadigan ish u. O'gindigan ish. Unda bo'lgandan keyin u amal. Unda o'ltirib Alloh andaq manda deb kitob o'qib, bunda o'zi uni tafakkur qilib qilishning o'zicha desa, u ibodat, ilm hisoblanadi. Namoz o'qish, subhon robbiyal a'lo deb o zikr tasbih aytish bu ibodat hisoblanadi. Shuning uchun ibodatdan amalning orasini orib olishimiz nihoyat muhim hisoblanadi. Shuning bu yerda voy deganga o'xshash islomdagi ibodat, iymondagi ibodat shakllarini bir so'zlab o'tdik. Ham u ibodatlarni monopol qilib olgan narsa nima? U sohadimi arablarga nisbat berilgan hikoya cho'chaklar arablarniki, arabning tuproqlari, arabning milliy kimligi insonlarni tamoman u ibodat shaklidan chiqarib, o'ziga ibodat qilgan, o'zining yeri uchun, o'zining manfaati uchun ibodat qilgan holatni shakllantirganligini mushuni qarasak biz bilib ola olamiz.
Hoş. He, Allah razı olsun. Rahmet. Haydi yaxşı. Bir tema oldu. Yani bunu da qançalik to'xtalsak shuncha kengayib bordi mazmun. Men shaxsan mening hayotimda ham shu ibodat qilmaganlarni masalan. Men bu 93-yili 3-oyning 3 musulmon bo'ldim. 96 ekan. Hmm. Aşağıda mektebin oxirgi nimasida. Shu vaqtda eliqi Mavdudining yozgan bir kitap vardı. İslam asosida deb o'sha kitobni o'qish orqali shu. Hmm. Yani başka etrafımdaki bu İslam'da tabliğ kılgan özümüzde Uygur mollaları, yak Uygur tuqqanları, qarileri ular qanaat olmalı. O kitap okuş orqali bir dastlabki nimaga ega bo'lgan bo'ldi. Hmm. Onundaki her xil nimalar bilan uqishib o'tdik. Mayli Hizb-ut Tahrir olsun, mayli Abduvali Qarim olsun, yak bo'lmasa Vahabizm dastlabki nima Vahabizm ham shu yashadiki masalan Doğru. aminni kuchlik deyish, shu qo'lni nima qilish, qanday tutish, o bu degandek shu. O jamiyatda yoshlar bilan cho'nglarni o'tirsa, shunday cho'ng nimalar olib ketdi, tafakkurchiliklar shu. Bunu bir ibadetninki şekliga qarata bulungan ayrımçılık. Ama bu ahire berip bizninki milli birlikimizni cho'nglar bilan yoshlarning o'tirisini böldi. Bu ortadaki oçuk amıtekli bir narsa şu. Bunu hiç kim inkar kılamaydı. Onundan kin hatta men üzemninki bana öğütülgen annenevi İslam nimasida 5 vaqt namaz okumagan adam kafir. Hmm. Ondan kin Uygur Musulman deb ayrılgan bo'ldi chu. Evet. Bu Uygur iken Musulman emasken yakçu. Yaki Uygur Musulmanları. Hazır turbetlere qarasangiz Uygur Musulmanları to'g'ri va maxsus chu masalan chu. Ha. Maxsus shu ish bilan shug'ullanayotgan bolalar bor. Nayt yaxshi ishlarni qilyapti, ammo nimaning ustidan zodi ayrimchilik bor chu. Uygur Musulmanları. Hazır bu bayatni yaxshilab deb kelayotgan gaplar. Mening 30 yillik hayotim hozir men 52 kiraydim. Mesela 20 yıl ben ateistlab o'tdim deyli. Qolgan 30 yillik hayotimda işçiden çıkanmagan nurgun meselelerini yiyişim aletli buladı da mesela. Çünkü İslam başka, bu iman başka narsa. Sen bu İslam'ın asasını iman, itikat bilen, aşuvucu ölçem bilen qarısan, bu yerde elbette hem hata kılgan bilirse, Allah'ı talep kılgan, Allah'ın İslam dini de Kur'an-ı Kerim'de değilgen, İslam'ı dine diyen, yani sana din, İslam'ı din kılıp verdim diyen. Muşu nesirgin qartama, to'g'ri qilmagan bo'pti men deme hayatımda. Naydi çoğun tövbe qilishim kerak. Cih hatalıklarını ötközdük. Men addisi bir ali mektepte okup turgan, 5-6 xil tilni biladigan ailem var mesela şu. İşqilib o'zimning mas'uliyatini ado qilishga tirishgan, shunda bir ömür g'ayrat qilib kelgan bir inson, hatta islom dini uchun, o'sha dinni kun uchun ajoyib vaqt chiqardi. Mayli inglizcha bo'lsin, o'zbekcha bo'lsin, uyg'urcha bo'lsin, turkcha bo'lsin, hatta arabcha. Şam'da, Suriye'de mi kaldım mesela. Muhinde ögünüş jarayonida mı şunda nimening ichidan chiqolmadim da. Yani hazır bizga aniq Qur'onda anda emaski deb berdilar. Belki bu shuni demoqchi bo'lgan insonlar bo'lishi mumkin. Sizlar kelgan nuqtaga kelganlar bo'lishi mumkin, ama diyemelikde. Hazır sizlar deyaptilar. Ben bunga ait qoyil bo'ldim. Allah razı olsun. Hem de ibadet bu adamın şahsi işi, shundaqmi? Sen bir adamla ibadet kıldın mesela, namaz okumadın, roza tutmadın, ya şu hecgi varmadın da biz onu işimizde, könglimizde bu cehennemin otunu bula dep oylaydık, ama da neyse bop kalsalar bu nayet çoğun çatak ko bu. Elbette. Bu hatta Japonya'ya varsan başlarda. Japonya'da şikayet oldum, Hokkaido'da. Aşağıda Suriye'de Müslüman bulup olan bala 10 yıllıkken küreştik. Aşı ağinemme, mini aşı ayrıldırımdan amide, aşı şehir merkezi çıkça, ne bileyim, poyuzdan geldim, tamam. Kilip maşinesi oturdum, üyü bir poğaça aralıkta, 20 saat vakit öttü ötmedi. Aşağıdaki kaynak kuçulardan öttü. Mine moşuların hemmesi köden var ayada yezun koyalık, kişilik kılıp.
Bular hamısı kafir. Bular şu cehennemden tuturukları, otalları depçi. Ay yapın ajda düşünüyordu. Ben onu dedim Allah. anda deme, anda oylama depçi. Bu kanda bir iş emdiçi. Yapının Müslüman boğun şunda hoşup gitmez mesela ço. Şuna mı ya? Evet, doğru. Ama lekin aşı yapındı mı aşta kıbitiklik de emdiçi. Elbette, elbette. İşitinin tabliqlarini anlap yürüdü mesela ço. Nakşlarını okup deyin ben işitini bek yaxşı görmediydi ço. Hı, Heyran kaldım emdiçi. doğru. Bizning aramızdaki tepirqichlikqa sabab bo'lgan narsami oxiri sababni uqdiq. Biz hech qanday bir insonga uning e'tiqodiy o'zimizning e'tiqodini o'lcham qilib boshqalarga baho bermaslik o'lchamaslik kerak ekan. Ibodatni faqatlam bir vositaga ibodat hamda He, o'zimizning texmi yaxshi mo'min bo'lishimiz uchun. elbette. Albatta uni qilgan bo'lsa yaxshi ko'rishimiz kerak-ku. Qilmagan Doğru. bo'lsa o'ch ko'ravermaymiz ham. Bu Kur'an'ın özü de karışılıyor. Kur'an'da şu mesela elki nime bir ayet var. Sizler ayallar nime sizler erler sizler elki közünle jumanla. Ayallarım közünü jumuş doğruluk ayna bir ayet var ya. Yağdızına bir Ha, yapsar baba. inne ve yahbazne pro cehennem diyen bir ayet olmaz mı? Muş ayetin özü nime deyilirse yani Kur'an'daki ahlak sahasındaki ayetlerin hemmisi her adamın şahsiyeti kartıldı. Meni özlerindeki şu yapıtığa yerini yap deydi. Ama başka adamlıkını sen yepşin gerek demeydi bana. Sen başka adamlıkını yepşin gerek, başka adamlıkını yepşin, besin için gerek diye hiç kadar neyse yok. Her adam özünün ahlakını öz tutuşu gerek deydi. Kur'an ahlak cihette her adamın şahsiyeti kartına deydi. Bana özlemge emir verdi Kur'an. Ben özlemdeki öğretlerini yapışım lazım. Başka özler nimelege mesela ayallarına sırtta özlemnin közüne özlem saklaşım lazım. Aya görüp sen bana mayrını uçuk koyupsa sen hata kıvatsa da bunu yakınmayın ben özlem onun karmaslığım lazım. Bunu deydi Kur'an. Onu biz yaxşı təbliğ qavaqda o öz yapsa, özünün savab boldu. O bizge hiç kadar alakası yok onunki. Onun için Peygamber Aleyhisselam zamanında Arap hutullarının içinde her yerden uçup koyduğun bunda hutullu boğalık için alnı köge vaxtda sen özünü kontrol kıl deydi. Sen berip uçup koyduğun adamı kontrol kıl demeydi o. Özünü kontrol kıl. Her adam özünü kontrol kılış gerek. Kur'an bunu deydi. Sen başka adamı hocayın demez, hem adamı kontrol kıldığı onun için sen özü Müslüman bolsan, mümin bolsan özlenge. Onun için sen özlendeki işini kılışın gerek. Özlendi saklaşın gerek. Bu yerde. Ama o yerde ki fakatla kaddebeyene ruştu minel gay diyen ayet ki Kur'an-ı Kerim nur kılgan bellik mauzda ile diyen ayetin hem müslimini bildirdiyse hakikaten sözler kişiler yakız kuş bizim vazifemiz. Ama başka adamı işten kaydırış bizim vazifemiz emez. O işten yüzgeydi halka vaxtında. Bundan neyse yok. Hatta Şunun için bu yerdeki siyasi cihetli mesela cemiyetine bozgunculuk sağladıgan, mundaq kalaymakaylıkta pasat deydi bir Kur'an. Mundaq sahada fahişe mesela başkalarının özüne yaman yolga başlaydıgan. Mundaq alet şekillenigen vaxtda onu cazalaş o cemiyetteki ya şu devletteki mecburiyeti bu hesaplandı. Çünkü devletteki cemiyetli bozgunculukka uçuratkan ekan İslam yani İslam bozgunculuk uçurup diyen gap. İslam'da bozgunculuk uçuratkan adamın özüne cazalaş, yukarısını ölüm cezası ile tarif ta ahırsının özüne aşağı layık geride, işik layık geride cazalaş, o özü devletteki vazifesi mesela. Evet, İslam'ı saklaş gerek, İslam degen neymi dese, tinçlikini saklaş gerek. Ama o yerdeki nersi neymi dese, bir adam, bir ya beşini uçuk koydu, ya ki namazı kılmay koydu, sen onu itiqad karlaşmayısın. İtiqad karışıp, o yerde sen cedel çıkarıp, düşman peyda kılıp, o yerde kısan, o vaxtda özü Kur'an-ı Kerim'deki, sizler başkalarındaki dini itiqad karlaşmanla, hemmadan lekum dinikum veliydim böyle yaşış gerek degen prinsipiga tamamen zıt geldi. Kur'an'daki özü buyrukta xilap çıkan bolu, kıyamet gözüm Allah Teala'nın cezası uçuraydı bunda adamla. Şunun için bu yerde ahlakı cihette her adam yüzünü kontrol kılış gerek.
Eğer o ahlak dairesinden çıkıp o adam cemiyetdeki ahlakını buzduğun daire kelgen vaqtda onu hakimiyet tarafından onu cezalaş, kılan aşı eskilik karta aşı muaf halat cezalaş bu hakimiyetin özünün işi olduğun gibi. Ondan neresi o? Hatta aşu Ebsarum'daki ayet değil mi? Aşu küzünlerini apkıçınla ya karıbenonla degan tür. Hmm. Şu ayet mi deslepte şu erlerge deyilip onundakin ayarlarga düşürülgen. O He. aksın ayarlar doğruluk sözündeki. Aşı noktama dikkat kılmay biz keşke şu ayarlarını fitne ki oçuqı cehennemin otarları en köp. He. Cehennemde küyde kaldı, yanında kalmış ayarlık ya. O bu Hmm. depçi. Şomuş. Hatta birisi dedi de benim dadam başta dedi Xuda. Şu küzemni uyuversem bop diken ya koymasa ben de şu ay muşalıkı sırtı köymeydiğin ay bir nes takıp alsam bop diken. Bu sırtı çıksam ayalla. Şunda yürüdüğün ayına bir cemiyet olup getirip kakşap ayla deptimişim. Onun yeni bir burader bek təsirlenip kitap hem düşü. Acayip takva insan dedem şu geldi kılıp. Diyetim ben inan kaldıran da o. Kanda bir düşünce diyem de bu. Onu da insan diyen karaydı o. Karga vaxtının özünde onun maksat nemiz yaman niyetle karmaysa öyle diyen gibi. Yaman niyet karmaysa o yerde jürgün otep ketmey masan buluyordu. Evet onda kara bugün ağzının şülgeylerini ekip getişen hiç kana hacet yok yani. Karsan özü bir aldığımız eşekli vatamdı adem mi onu öz karaş o insandaki işi. Ama o yerdeki nesne mi dese yaman niyetle karaşının özünü tosudu Allah Teala. O közün jumup mağdız, jumup mağdılama, jumuz kandak yol mağdı. Közün jum diyenin özü yaman niyetli öyle karma diyen mananı bildirdi. Allah razı olsun. Ahmetcan var mı ya? Pidaye. Maya demen o pedagogucu. Alo. Bir buralarımız Doğru bak her bizde saat. kutarım diye. Ha. Hmm. Ama mening diqqatimni çekkini hamda bugungi temaga aloqador ibodatinglarga Allohning hojati yo'q degan bir oyat bor endi Isoqda. Allah zoti hech kimga hojatsiz u. Ashunda Allohning hojati yo'q, ibodatning bizga majburiyat talab qilishimi bir nima ekanda hamda aqalli bir o'yin ishtiga chiqmaslik ekanda. Hmm. Çünkü biz an'anaviy dindagi ibodat kalimasiga nazar solsak, ibodatning uqumuga, anglamaga, istemoliga bu ibadet hakikaten Allah bilan inson o'rtasidagi munosabatga eng jiq ig'irlik berilgan ekan. Hmm. Ammo Hem de Allah'ınki haceti yok diyen söz nemini bildirdi dese mesela ibadette İslam dairesindeki ibadet kelimesini işletken vaxtda Allah'ın prensiplerine, buyruklarına itaat kılış diyen mananı bildirdi. Onu itaat kılsak Allah Teala'ya zerrecilik fayda etkizamayız. Onun faydası kim gördü? Özümüzge. Yani o yerdeki neyse nemini bildirdi dese o yerde sen bunu boysunsan özlerine fayda geldi bu neyse. Dep Allah Teala onu diyen ki bu bana nemi faydası senin karşılığında deydi. Çünkü o nemi faydası zaten biz bir yerde halal pul yapatımız ya komaydı özü şunda ayında bir yaxşılık kılıvatımız Allah kıp verivatımız mı biz o işin özüne. Demek bu yerdeki nemi dese özlerine boludu faydası diyen mananı bildirdi bu yerdeki Allah'a faydası yok diyenin özden yani o sana hiç kadar faydası yok diye manamı çıkmaydı. Allah'a faydası yok. Onu Allah zaten endi kımında qarğalıqda faydası yok geldiğini görüp durdu. Özümüzge faydalı geldiğini Allah Teala aydı. Anda qarağadık da. Mening diqqatim çekkini şu bizning ig'irlik berganimiz Allah bilan inson o'rtasidagi munosabatga aloqador ibodatga jiq ig'irlik berib turibdi. Doğru. Lekin inson bilan insonning orasidagi munosabatga nisbatan jiq sal qarab turgan shu musulmon o'lkalarga nazar solgan vaqtimizdami eng shu kishining haqqi xafaliq boshqalarga deb qo'yib o'zining xushxo'rligini izlash qatorliq nurg'un narsalarda inson bilan inson orasidagi ibodatni sal qaraganligimizdan yoki xato tushunganligimizdan islomning muhim prinsiplari qatoridan o'rganmaganligimizdan musulmon o'lkalarda tinchsizlik, o'g'irlik, yolg'onchilik hamma narsa shu.
u Muшу islomniki tartibdan taqdim chekdan asosan. islomniki prinsipi, ya'ni islomga kirishning sharti iymon nuqtasidan o'tmaydi. Iymonga kirgan odam islomga kiradi degan u Qur'on undaq narsa yo'q. Qur'on nima deydi degan vaqtda iymon keltirgan odamnimi Alloh taolo Qur'on nima deydi? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafatan deydi. Ey mu'minlar, sizlar islomga kiring deydi. O adam iymon etgan bo'lsa, nima uchun u iymon etgan odamni Alloh taolo islomga kiring deydi? Agar bu yerda iymon islomga kirgan bo'lsa, nima uchun yana qayta islomga kiring deydi? Bu yerda narsa nima desa, iymonga kirish ayrim bir narsa, islomga kirish ayrim bir narsa degan gap. Bir odam o'zi iymon etib, uningdagi islomning prinsiplarini buzg'unchilik qilsa, iymoni nolga teng bo'ldi. Misol, o'tgangi darsda dedik qashning o'zini. Mesela ve minen nasi men yaqulu amennâ billahi ve bil yevmil ahir ve ma hum bimu'minin deydi Kur'an. Sure Bakara'niki nemiz turdu aynı. 5'de. Allah'nınki peygamber nime ahiret işendik diye adamın özüne mümin değil bulmaydı. Bir kısım adamın aşağıda adamın var deydi Allah Teala. Nime için dese yuhadi'ûne Allah'a vellezine amenu. Allah'a yani özü müminler'e ulan nime kıldı? Hile işledi. Yani başka adamlık o elbette işledi. Hatta ki özünü mümin deyip durup yana müminler gibi işletilgan. Bundak adamlar hem de. Bundak hilgar adamlar çöldüse ulan müminlik olmaydı. Hilgarlık kılış imanlık cümlesi demez o. İslam'daki nemeleri, İslam'ın prensipleri. Demek bir adam imanını kabul kılıp İslam'daki prensipleri hem bozgunculuk kılsa o adam ne oldu? Yana imanı çıkardı diyen gibi. Mesela iblis nemesine misal alsak iblis Adem'e hürmet kıl. Diye vaxtda ben hürmet kılmayayım, sen benim otunu yarattın, sen onu laydını yarattın, onun ben yaxşı tutsam ben demiş ona hürmet kılma dedi. Hürmet kılış degenin özü imanın prensipleri emas o. İslam'ın prensipleri. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de feyza huyitum fehayyu bimisliha nime aşında bir ayet var. Eğer sizlerge salam kılınsa onun okşunu yak, onun yaxşısını kaytırın deydi. Bir ehsene minha deyip ayet var der. Bu nemini bildirdisi? O salam kılış, birisine hürmet kılışının özü bir cemiyetki, misal cemiyette sizler hazır Hollanda'da yaşayla etigellik çıkan vaxtda bir Hollanda'nın özü çıkıp hala o dese silama özü hala o deyla. Al Hristiyanke demeyi hala o deydi Allah silama. Bana var kafir demeydi de. O yerde nemu diye vaxtda insanlık noktasına yakın vaxtda mayetin bizge hala o deydi, hala o deymiz. Meyli Yahudi olsun, meyli Hristiyan olsun, meyli kandak özü rengdeki, kandak dindeki insanlık olsun, birisiyle hala o deyişmanıdı. Bu özü nemu diye vaxtda birisini hürmetleş bildirdi. Ama bu hürmetini yo'qotgan adam diyor dese, hürmetini yo'qotganlık için iblisning özü Allah Teala nima dedi Kur'an'ın özünde ve kan minel kafirin dedi. O kafir olup ketdi dedi. Demek bu yerdeki narsa nima desa, bir adam iman etip qo'yib, belki adam öldürse, terörlük kılsa, o mümin deb turib terörlük kılsa, o allabur imandan chiqib bo'lgan adam degan bo'ldi yani. Şoň bu iman nim İslam'ın prinsipleriga hammasiga boysunuş, her qanday bir iman etgan adamniki vazifasi hem özü İslam'daki prensipleri qatoriga kirmaydi hem iman. Hem ibadet İslam'ın prensipleri emas. O nima degan vaqtda o ixtiyor qildigan ish. İman ibadetni ixtiyor qildigan ish. O ixtiyor qildi, eğer onu ixtiyor qilmasa, onu mecburlaşıyor desa, o yerda saxta iman paydo bo'ldi. Onun için Allah Teala saxta imanning özünü iman deb hisoblamaganligi uchun o adam o'zi xohlab turib iymonni qabul qilish kerak deb uni qo'ygan. Shu "Femen şa'e felyu'min ve men şa'e felyekfur" deydi Qur'on. Shuning uchun bu yerdagi narsamiz Alloh bilan inson o'tirib bo'lgan narsa ixtiyorli qilib bo'ldi. Hem insoniyat jamiyati desa, tinchlik, islom deganimiz tinchlik bir jamiyatni barpo qilish. Adolatga o'zi asos nima? Adolat ostidagi barobar yashaydigan bir jamiyatni barpo qilish bu islomni barpo qilganlik bo'ldi. Islomiy bir jamiyatni barpo qilganlik bo'ldi. Bu jamiyatga buzg'unchilik islomga buzg'unchilik qilgan bo'ldi. Onun uchun Abu Bakrning zamonasida bir qabila biz endi bojni to'lamaymiz degan vaqtda Abu Bakr askar tortib berib, o'sha urush qilishning hamma sababi nima desa, islomiy jamiyatning o'zini, ya'ni shu yerdagi hokimiyatga buzg'unchilik qilganligi uchun, islomiy bir hokimiyatga buzg'unchilik qilganligi uchun ularni qayta bo'ysundirib, nurg'un odamni o'ldirib, u yerda o'zi qayta nima qilgan. Yo Qur'oni Karimning uchun qotilul mushrikina, qotilu degan kelima kelganning hammasi nima desa,
islomga bo'ysunma. Yani shu yerdagi tinchlikdan iborat. Yani bir tuzumni buzma. İslomiy bir tuzumni buzma degan odamlarni bosh egdirish uchun qilingan nima o'zi urushlar u. Herkesmi u yerda iymon keltirmagan odamning o'zini o'ldir degan Qur'onda hech qanday yerda oyat yo'q. Hatta la tekune fitnetun ve yekune dine kul ve yekune dinu kulluhu lillah deganning o'zini barliq din Alloh uchun bo'lgan qadar, ya'ni hamma odam musulmon bo'lgan qadar o'zi, ya'ni iymon keltirgan qadar uning o'zini uning qarshi kurash qilish lozim degan bo'ldi deb shunday tarjima qiladi. Xato shuni o'zi. U yerdagi narsa nima desa, fitna, oldiki fitnaning o'zi nima? Fitna deganni qarshilik, hokimiyatga bo'lgan qarshilik tugab, hamma odam bo'ldi mening dinim o'zimga, ama dinim o'zimga hisob, insonlik nuqtasidan hammamiz barobar birga yashaymiz degan holat kelgusilik kurash qil degan gap bu. Uni oxirgi nima chiqadi? Xulosa desa, lakum dinukum valiyatni chiqadi yani. Xo'sh. İman ve ibadetini dinin asas kılıp algan hem narsani İslam'ın bütün özü İslam degani bir sistemide o bir öz tüzüm. O tüzümün her bir öz noktalarına imanın tüyüşünü qaraş payda bo'lib qolgan. İmanni asas qilib turib, unga öz baho berish payda bo'lganligi uchun islom ashar buzilib ketgan. O imanni hamma odamning o'zining shaxsiy ishi bo'lgan vaqtida qanday qilsa imanning nuqtasini sen o islom qariy olaysiz misol. Bir odam zina qilgan bo'lsa, u musulmonmi, kofirmi? Musulmon bo'lsa jazoni yenik berish, kofir bo'lsa eg'ir berish degan bir narsa bo'ladi vaqtida. Undaq narsa emas. U yerda iymon deganni e'tiqod o'yat qilib qoladi, u odam qilgan jinoyatning eg'ir yenikga qarildi degan gap. Shu vaqtda adolat paydo bo'lgan gap. Sen u yerda musulmonlik o'ng ko'zing bilan mo'minlarga iymon etgan odamning o'ng ko'zing bilan iymon etmagan boshqa dindagi insonlarga o'zi so'l ko'zing bilan qarab, boshqa insonlarga zulm qilsang, u vaqtdagi adolating bo'lmaydi degan gap. Alloh taolo sen adolatni barpo qil deylik, u inson u yerda adolatni barpo qilolmaslik. Shuning uchun u yerda nima degan vaqtda u undaq jamiyat islomiy jamiyat bo'lmaydi. Masalan, o'tganda Xitoyniki qilayotgan ish to'g'riliq bir gap chiqdi. Qur'ondagi islom nima degan vaqtda bu yerda aniq bilib olishimiz kerak. Adolat ostidagi barobarlikni asos qilgan narsa islom. Bu shuniki tarjimasi mushunday o'zi xulosasini kerak. Tinchlik yani. Ostidagi barobarlikni barpo qilish degan gap islom. Xitoylik hozir qilayotgan ish adolat bormi, barobarlik bormi? Yo'q, hech qanday bir yerda. Uning o'zida hech bir zaman umi islomni qilayotganda deyish u xato bo'ldi degan gap. U yerda zulm bor. Boshqa millatlarga zulm bor. Misol, unda bo'lgandan keyin u yerda hech bir zaman o jamiyat barobarlik ostida nim qilingan bunda bir jamiyat bo'lib hisoblanmaydi. Shuning uchun unda yana o'zini bu Qur'ondagi bunday prinsiplarga tatbiqlash aslo mumkin emas. Miyada Allah razı olsun. Bizdeki bu Abdülkerim Canbaz akimiz birga qilibdi. Beştorak ilim ve Ustaz Kerim Zahir. Sizlerden Allah razı olsun. Bek yaxshi ders bo'layotidu. Aferin deyotidi. Onun cevaben Canbaz aka hech kimdan qo'rqmang, bizni qo'llaganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Allah razı olsun dedim. Bular ishindagi sabab endi bizni qo'llab bunday yaxshi ko'rish belgisini qo'yib qo'yganlarni nima haq qarzimlik isbotida hozircha. Bu akimiz hamda hech nimadan qo'rqmay bizni shunday to'g'ri yaxshi darslar qilyapsiz deganning o'zim ham uchun ajoyib cho'ng bir g'ayrat, shijoat, qo'rqmas bir ruhni talab qilgan bir narsa. Yeni birisiga bu Viktoriyada bir qarindishimiz bir oyatni Sura Baqaraning 238-oyatida İngilizcesini yolladı bu. Ayet el-Bakara, yani Bakara'nınki. Observe the 5 obligatory, onu tırnak içigelik prayers. Especially the middle prayer. Bir yerden zigen namazını gösteriyordu. Depto. Ben bunu
Ben Kur'an-ı Kerim.com evlat to'g'ridagilarchi ularning nimasiga qarab boqdim. Şu 5 tane 4 tercüme var bizde Uygur Muhammed Salih bu torbetide. Uygur Heyyet, Enes Alim, Muhammed Yusuf. Bularnikini 5 namaz deb ağını fakat Muhammed Salih kiyen. Tırnak işinden tutulma. Kağını silahını namazlarga deb optu asasen için. Bunun sili qanday qaraylar sen için? Bu yerda Sual tushunish oldin bo'ldimi? masalan yordam qil nima iqtisod jihatdan yordam qildigan masalan bu nimada arayatlarda Fevailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun deb keladi-chu. Oldincha arayatallaz yukazibu biddin fazalikalaz yadu aliyatim va la yahudu ala ta'amil miskin deb o'zi yetim bolalarga nima yordam qilish, tomoq berish orqali yordam qilishga o'xshash, boshqalarni yaxshi ish targ'ib qilishga o'xshash bunday narsalarni tasvirlab bu yerda salat kelimasi oyat keldi. Kelgan vaqtda bu yordam atrofida yordam ma'nosidagi oyatlar turg'ilgan bu yerda salat kelimasining o'zini namoz deb tarjima qilish xato bo'ldi. Nima ish deyaptilar? Bu yerda salat namoz emas, hamkorlashish, yordamlashish degan ma'noni bildirdi. Chunki Qur'onda ular namoz o'qiydi. Masalan, o'zi nimaning o'zini mushriklarni ashundan o'ziga salat kelimasi ishlatilgan vaqtda qanday qildi degan vaqtida o salat kelimasi hokimiyatga hamkorlashidir degan ma'no chiqadi. Shuning uchun bu yerda islom kelgan vaqtda islom doirasidagi islomning prinsiplari, amr farmonlari doirasidagi salat kelimasi kelgan vaqtda hamkorlashish, yordamlashish degan ma'no ifodalandi. Ham ibodat sohasidagi salat kelimasi kelsa, u yerda masalan aqimus salata tarafay nahar degan bundaq oyat kelgan vaqtda buni o'zi nima bo'ldi desa, bu o'zi namozni nimasi keldi misol. Shuning uchun iymon doirasiga iymon etgan odamlarning qilgan ishi kelgan vaqtda namoz. Ammo islom doirasiga kelgan chog'da islom kirgan hamma odamning o'zi u iymon etgan bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisalom zamonida nechqatin dedik. Abu Sufyan iymon etmagan odam, namoz o'qimagan odam, ashuni musulmon deyil nima uchun desa, islom hokimiyatini qabul qilgan odam. Misol shu vaqtda. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda o'rni qarab bu yerda islom prinsiplarini so'zlayapti. Masalan, inna ataynaning o'zimi fasalli li robbika vanhar deydi. Desa, u namoz o'qi deb o'zi tarjima qilish qashani o'zida. Bu namoz o'qi emas u yerda. Sen o'z yordam qil, nim bilan to'gi bo'g'izlab, u yerda boshqa vaqtda qilgan narsani nima desa, bir tal qo'yni yoki bir narsani bo'g'izlab, ijtimoiyatga yordam qilgandan keyin avval bag tarafga o'tgan gap. Shu vaqtda uning dushmani aziydigan gap. Uning qarta o'zi u vaqtda sizniki abtar degan o'zi sizning dushmanlaringning oxiri uzildi degan gap. Ya'ni sen saxiy bo'l, mard bo'l, kishilarga o'z xayr insonni qil, u vaqtda seni qo'llaydigan odam jiq bo'ldi degan gap. Şunu jiq yerda keldimi, rivoyatidami? Qur'onda bormi? Yadulloh xayrun min yadi sufla degan bu rivoyatda bor misol. Bergan qo'l, olgan qo'ldan yuqori o'rin turdi degan so'zning o'zi nima desa, davomli o'z kishilarga xayr inson qilib turgandan keyin u odam bergan odam depin chaldigan bo'lgan gap. Shu Qur'onda muallif qulub degan iboralar bor. Muallif qulub nima degan vaqtda kishilarga bir narsa berib, shu o'zi nimaga islom prinsiplarini, islom o'zi nima islom yana sistemaning o'zini e'tirof qildirish, ashunga o'zi bo'ysundirish uchun o'zi berilgan narsa. Masalan, bir qism insonlar qiyinchiligi bor, ammo o'zisining hokimiyatiga men bo'ysunmayman deb turgan bo'lsa, uni o'ltirib o'tmasdan, uni yaxshilik qilgandan keyin ancha-muncha o'zi bizni ashtaqa atlab ketgan Xitoylar. Kelgan vaqtda suyni akirib berib, uyni oldin atganlik o'zi kechib uni supurib qo'yib degandek ashunday yilma kirishib bizni qo'lga keltirib olganda, xuddi shunga o'xshash, uni yaxshilik qilish orqali uni o'zi qo'lga keltirib ol degan gap bu yerda. Shuning uchun bu yerda narsa nima desa, u salat kelimasi kelgan yeriga qarta atrofidagi o'zi arab tilida o'zi maqal, mabad degan kelimalar bor. Oldi keyindagi iboralar qarab, andagi o salat kelimasini ma'nosini ifodalash, muqimlash o nihoyat yaxshi bo'ldi. Salat olsun hammasi namoz bo'lmaydi yani. Yerde kelgine mesela hafizu ala salavati ve salatil vusta ve kumu lillahi kanitine. Boş bir ayetinden şundakinde.
Onu O yerde hem de namazlarını muhafaza kılın diyen gep. Hem o yerdeki salat namazga vardı. Namazlarını muhafaza he, kılınlar ve namazlarınki otur hallığı muhafaza kılın dedi. Otur hallığı diyen ne var? Hemmisi oturluk namazın dedi. Oturluk namazını muhafaza kılsa kalan namazını okumasan bulamdı vaxtında. Demek bu yerdeki neresi neyim odası? Otur hallığın diyenini onu yaman uzak mı okuvatmalı, kıskı mı okumalı, normal okumalı. Yani o Peygamber Aleyhisselam zamanında boğan mesela bir sahabının özü Huttem gözü Sör Bekar'ını okup, işkinci rekatı Sör Alimran'ı okugandikin davaq kelgen sahabına okugan. O yama uzak okuydu. Bizim yaşımız çoğ, tertimiz tutanmayımız. Degin anığı o kıskarak okusun degen vaqtda Peygamber Aleyhisselam nayet kapı oğalı hakkında rivayet var. Demek bu yerlik nesne otsa insanlarınki umum ehval qarta normal okuş bu özü Kur'an aşağı bekitildi. Şunun için bu yerde salat, vusta degan kelimenin özüne otturduk namaz emas, o'ttir hal o'qishning o'zini nima qilib bundoq tarjima qilish nihoyat to'g'ri bo'ldi. Allah razı olsun. Aşı bana şu gapni qiptiki men üzemdeki bir 7 tillik birlerini app yasatgan Kur'an'ın tercümesi. Seliştirip bunda tercümelerini şu. Hmm. Asaslık mühendisi şunu çıkardı. Şundan ama bir Türkçe tercümede siz degandek depti. Namazlarınızı özellikle en ideal namazı kılmaya gayret edin ve Elbette. Allah'ın huzurunda gönülden bir bağlılıkla durun depti. Ha. Başında asıl degen tercümene kol başına çıkarıptı ustazma. Allah razı olsun. Başka gap söz var mı? Belki yok Ahmet hem Hidayet'e. saat mı 2 saat hoş bitipti qarasam. Tamam. Meylan da olsa asasen kırındaşlarla mesela. Yani meyada Çeveldaz kırındaşımızınki bu Cemel vakası doğru gehbersi doptu. Onu İslam tarihinde bizlerge deyilmegen bilen yazılgan olan kitaplı var Uygurca. Hmm. Mesela İmamlar ve sultanlar da bir kitap tercih çıkarıp koydu. Aç kitap dep okusa yeri çıkıdı aşı gepler şu. Bizning balqi monopol qilingan tarix deb kelimiz aşağıgacha. Şu Hmm. vaqtda tarixga doir narsalarni qanday monopol qilingan ashuni o'zini deymiz inshaalloh. Bu yerdagi urushlarga shu vaqtda baho beramiz inshaalloh. Hozir hamma narsani sig'dirolmaymiz bu 2 soatlik narsaga. Meylan davası kileri hep de inşallah düşenbe günü şu nimege yıkılışı dikemez Ramazan'a. Hmm. Sizi sayahat topqadık programı Hmm. kılamaydık ama Ardıqda görüşümüz inşallah amalını beriş qilamiz. tamam. Hmm. Meydan olsa yine başka suallar olsa Ahmetcan Pidai kardeşimizden benden ya ustazdan sorsanlar buludu. Hemimiz bir tap kulamaydık insanlar emas. Hmm. İnşallah bir Ramazanda yine yaxşı yeni bir derseler bulup kalsa, programlar bulup kalsa yine takdim kılamiz. Hmm. Rahmet sizlerge, kadirli kardeşler. Ahmetcan Pidai kardeşimiz ve Kerim Ustaz, Zahir Ustaz. Rahmet sizlerge. Allah'a emanet. Allah'a emanet. 87. kısımda görüşümüz. Rahmet. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu.